hayajonli holda non-sound Uyg'ur tunji elektronik muzika atriti Unsizni taklif qildi. Xush keldinglar Unsiz. Rahmat. Bizga yana ziyoratimizning texmo kasbiy muvaffaqiyat bo'lish uchun Uyg'ur agentligidan Odiljon Qosimni taklif qildik. Odiljon Qosimning qadimiga merhaba. Rahmat. Non-sound yaqinqi bir necha yildan buyon 50 maydonga yaqin Yevropa ichida 50 maydonga yaqin o'yin qo'ydi, cho'ng kichik bo'lib. Bularni yaqinqi o'tgan oxirgi trans muzikal bilan bu yilgi 2 hafta oldingi oydagi Veyshağı cho'ng muzik festivalida, ya'ni ikkilisi Yevropadagi eng cho'ng muzik festivallarining biri, necha 100 ming kishilik qatim soni odam qatnashadigan o'zini namoyanda qildi va chet el medialarining diqqatini tortdi. Bugun biz bu ikki faxrlik o'g'lonimizni chaqirdik. Sizlarga salom. Alayhinga salom. Tunji savolni sizlarning o'zinglar bo'lgan muzika aniqlamoqlardan boshlasam, zodi sizlar qanday muzika chalsizlar, o'zinglar u aniqlamoqlar qanday? Chunki ba'zilar bu bolalar DJ mo, bu bolalar shu elektronik muzikaning qaysi xil turdagi qanday bir staylda chaldi, shuni bilmoqchi ekandik. Ashuni boshlasam bugun. Marhamat. Ben so'zlayman. Irfon. Bizning muzik staylimiz naq maydon o'rinildigan elektronlik muzikaning ichidagi psychedelic elektronik muzik deymizmi? Psychedelic degan so'zga tarjima topolmadim, balki merdan bir Uyg'ur so'z bo'lishi mumkin. Psixologiyalik bo'lmas, balki ruhiy deb qo'ysam bo'lgandi. Ruhoniy. Shu bizning uslubimiz mushi bo'ldi, lekin bizning muzikalarimiz ma'lum bir kategoriyaga bo'lingan emas, chunki biz har xil uslublarni mush elektronik muzik turdagi. Andan keyin har xil mumkinchiliklarni sinashga o'zimiz amroq, andan keyin yangi narsalarni o'rganishga amroq, chunki bu bizga xo'shalik keltirgan jarayon. Shu bizning naq maydon elektronik muzika deb atsak bo'ldi. Naq maydon o'rilgan, chunki bizning muzika tartibiga o'xshash uskunlar orqali butun muzikani naq maydon o'rilab chiqamiz. Bizlar tayyorlab qo'yilgan muzikani qo'ymaymiz-da. Shu farqiyamga boshqalar tushungan bo'lishi mumkin. Tamam. Endi hisobda burungi texnologiya deymiz, burungi davrlarda masalan 10 yildan oldingi ishlatayotgan telefonimiz va hozir telefonning taraqqiyoti o'xshash. Masalan, burungi taraqqiyotlarda elektronik muzikani bunday naq maydon chilish possibility'si shunday bir tuvantida imkoniyati. Masalan, bu elektronik muzik degan masalan yaqinda chiqqan yoki bir necha yildan oldin bayqalgan narsa emasda, bu masalan eng qisqasi masalan o'zimga ta'sir qilgan artistlar masalan hammasi Ilbrisa Prefer deymiz, keyin Yellow Monkey Orchestra, Chemical Brothers deymiz. Masalan bular 60-yillarda chiqqanda, 80-yillarda. U vaqtlarda hamda bu undaq pek bütün odamlar undaq pek adamlarning ehtiyoji unchalik yaxshi bo'lmagan turmush saviyasi u vaqtlarda. Bu narsalarni, buna modular sound system degan narsalarni ham hisobda uchada televizor stansiyalari, radio stansiyalari, net sanoqliq hamda boy odamlar yoki oliy maktablarning tajriba ishlarida ishlatganda bu modullarni. Masalan biz eng qisqasi elib aytgan chog'da masalan bir elektronlik real deymiz-ku. Masalan bir ma'lum bir elektronlik realni biz setib olgan chog'da ashning ichida masalan preset deymiz inglizcha. Preset deganimiz ashning ichida allburun tayyorlanib, yasalib chiqqan bir ovoz deymiz-ku. Masalan ovoz qanday keladi, u ovozni masalan nurg'un odamlar masalan bizning masalan Irfon o'zi qurashtirib chiqqan bizning modular sistemimiz bor. Bu sistemning o'zida bizda cheksiz ovoz bor degan gapda, infinity. Masalan bu yerda ovozni biz qurashtirib chiqamiz, har xil elementlardan, har xil ovozlar, har xil to'lqinlardan. Har xil to'lqin ovozlarni shu biriktirish, kesish yoki nurg'un shu hamda qisqacha aytsak, shu elektronlik realda masalan
120 ovoz bor desak, masalan, tayyorlab qo'ygan. Bu elektronlik real shu faqat 120 talam ovoz bor. Cheklangan degan gap. Buni masalan buni siz har qanday jihatda o'zgartman bu ovozdan desangiz, bu hamni sizlarga bo'lgan u possibility damdoq hamni imkoniyati shunda bir tuvan. Masalan, ba'zida biz bu ovozni masalan nurg'un studiyodagi nurg'un muzikantlar masalan bularning birinchi eng bosh qatadigan narsasi ovoz. Bu muzikat degan ovozdan ayrilmaymiz. Qancha go'zal masalan o'zimizning ichida o'ylagan bir ovozlarni masalan men Erpanga hozir biz Taklimakandagi qumliqda o'tirib yulduzlarga qaragan hissiyatni chiqirli desam, bu masalan men bu ovozni topaman desam, butun dunyodagi yasab chiqqan elektronlik reallarning ichidan izlab masalan digital world masalan kompyuterda masalan izlab chiqsammi, men uni izlashga nurg'un vaqt ketadi. İzlab topsammi, uni men izlamoqchi bo'lgan ovozga yiqilishi. Masalan, mening hissiyotim bilan yana bir odamning hissiyoti o'xshamaydi-da. Bu yerda bu endi bizga nima ketadi? Okay. Biz o'zimiz qarashtirib mush ovozni chiqishimiz kerak. Bu masalan tajribaga o'xshash elektronik ovoz deganning ma'nosi masalan biz sazlık instrumentlarimiz masalan bu degan insonlarimiz o'zimiz yasab chiqqan bu degan tirik musikat deymizda, buni to'polmusim ovoz chiqadi masalan biz tutdan bir gitar, rijak, nurg'un asboblar bor. Lekin endi masalan sizlar masalan bizga bir odam mushu chaqmoq chiqqan bilan bulutlarning biriga kelib yomg'ir yoqqan ovozni chiqarib bo'lamdi desa, endi bu men bir muzikat bo'listim bilan bu odam menda boshqa narsani talab qilmadi-da, ovozni talab qildi bu yerda. Shuni olamdi bir ovoz. Men buni tutdan bir rijak qandalik qilsam o'xshatib baqdim, lekin yanilam bu menga chaqmoqning ovozi bilan bu bulutlarning kelib yomg'ir yoqqan ovozni men chiqara olmadim-da. Electronic music masalan hozirgi taraqqiyotda masalan uskunlarning taraqqiy qilishi bilan biz qancha yangi taraqqiy qilgan uskun orqali biz shuncha ko'ni narsalarni bayqayapmiz, shunda olamdi. Eng yaxshi taraqqiy qilgan uskun orqali bizning eng ko'ni narsalarimizni. Masalan biz hozir dutta tembir muzikalarimiz bilan ifodalaymiz bu deymiz. Biz Uyg'urlarimizning masalan ota-bobolarimizning muzikasini faqat men vaqt cheklimizda 5-600 yildan bora olaymiz-da. Endi biz bu yerda texnik Uyg'urlarimizning bizning necha ming yilning oldidagi tangrizmga sinib, shamanizmlarga ishinib, masalan bu tangrizm degan butun we need to live balance with the universe deydi-ku. Masalan bizning ota-bobolarimiz masalan daraxtda 3 tal olma bo'lsa, hammani olmay bir talni ilib, 2 talni qo'yib qo'yib degandek masalan biz o'tqa, suvga, tabiat bilan biz tutashgan bir millatda. Masalan, shu millatimizning shu holatdagi hissiyotni, shu vaqtdagi bir narsani masalan musiqa degan odamga tasavvur berdi. Masalan, men biroz ana to'g'riliq musiqadan birini aytsam, ko'zinglarni amalga jumsanlar, kallanlar birinchi kallanlar shuni analiz qilib, aniq tushliq musiqaga 100% tushadigan bir ko'rinishlar ko'rindi-da. Endi shu bizning kichigimizdan tirishimiz, endi bizning musiqamizda endi qanday bizni nima chalsalar desanglar endi bu biz bir narsaga emas 3 narsaga challenge qildik-da. Birinchidan bir musiqaning putib chiqishiga bir vaqt ketadi, shunda bo'ladi. Masalan, uni mayli bir studiyada qilsin, mayli kompyuterda qilsin, har qanday yerda qilsin, har qanday uskunda bir musiqani ishlab chiqsin, birinchi bunga vaqt ketadi. Ikkinchi ishlab chiqib bo'lgan musiqani buni mixing, mastering deymiz-ku endi. Uni kirishtirib, keyingi xizmatlar. Bu ish qism bo'ldi. Buni oldidagi eng muhim xizmat nima desa, qaysi musiqani ishlaymiz-da? Bu ijodiyat deymiz-ku, buni o'ylash, hissiyot deymiz-ku, tasavvur deymiz-ku endi buni. Bu 3 narsa. Masalan, bu 3 narsani hammasini yig'ib aytgan chaqda, masalan biz ma'lum bir musiqatga bir musiqa ishlarda mushu bir ishni desak, ashunga eng qisqa degan chaqdami 1 oydan 3 oy vaqt bermasak bo'lmaydi-ku. Masalan biz ham Uyg'ur bo'lib suhbatimiz bilan chet elga chiqdik. Bu chet elda musiqa sohasida bizning taraqqiyotimiz bak keyinda qolib qoldik-da. Allah masalan dunyoning oldi 100da yugurayotgan bo'lsa, bu ishga cho'qim 100dan oshirib yuguraydigan bir ishni qilmasak, bu oraliqdagi nurg'un sonlarda biz uni yetishga birinchidan vaqt ketadi. Bu hayotning umrim qisqa hammamizdan. Shunlashqa Erpan ishkalarning tanlig'imiz shu 3 narsaga challenge. Biz 3 oy vaqt ketmaydi. Biz ijodiyatga vaqt lozim qilmaymiz. Biz naq maydonda Uyg'ur
buluş süptümüz bilen biz musikini neçe ming yıldan aldıda kolumuz algan bir millet buluş süptümüz bilen ben içimdaş atı boldurumdan DNA'si var dep oylayman. Ular özünün sanatı bilen dünyanın en yaxşı yerde bir community'ni kurup nurgun üskünlerini, nurgun esvaplarını, sazlarını yasap çıkkanda. Bu yasap çıktı degenin manisi üskünlam emas, bir insanlık bir cemiyetni kurup çıktı deyimizde. Bir adamның bir kopap men bir dutta yasaydım dese, o sen imdatsa demey, aşını qollaganның özü, aşı vaqtidagi cemiyetimizden hem adamның hallık seviyeye yetkenligini bildirdi de. Şuna bu işgeylerden hani şu bizden qılmoqchi bo'lgan ishlarimiz, yetmoqchi bo'lgan orzularimiz, lekin buning hammani tam qilolmaydi ekanmiz. Ota-bobolarimiz muzik chap o'zining xo'shalligini chiqarib tikanda. Endi biz olsaqmi shu o'zimizning xo'shalligini chiqardi deb shu muzik sohasiga qarsak nurg'un DJlar, nurg'un asboblar, nurg'un muzikantlar biz bek keyinda qoldik-da. Shu biz 10 yil tirishib shu naq maydon hissiyat bilan, naq maydon chilib, naq maydon mix master qilib turib, aşı 6 ay studiyada bulduğum barlıq aşı jarayonni biz ikkilan aşı qandaq qilgan ahvolda biz aşı 2 saat olsun, 3 saat olsun, naq maydonda biz aşını çilishimiz. İkinciden biz anıma müzik sahasını biz onu tutup algan yolumuz. Hazır bizim qanday müzik çaldığımızı düşündüңlarga, mesela biz naq maydon çalımız. Mesela biz DJ emas, bir yerden kep qalgan müzikini qo'ymaymiz. Xalqning muzikasini çalmaymiz, ya bir narsani qilmaymiz. İşletilgan uskunalarimiz pure analog. Bu sap tokdan chiqadi, bu naq maydon narsa. Endi bu yerda bu 3 saatlik uyanık qo'yish uchun bu uskunalar emas. Aşılarga ketadigan talant, bu knowledge, nurg'un narsalar borda bu yerda. Masalan, Erpan Shikaylan 10 yil tirish jarayonimizda kundan kunda izlanib, o'rganib, nurg'un jafolarni tassaqmi hozir masalan biz bir sahnaga chiqib 5 soat bir yangi bir narsalarni bir chala oladigan shu darajaga yetdik-da. Anandan keyin men muzik sohasida boshqa muzikantlarning bo'lsin, masalan biz bilan kontrakt tuzgan bizning labelning bo'lsin, biz bilan kontrakt tuzishga birdan bir sabab biz catch the moment dedikchi. Masalan bir adam live deymiz. Masalan bir live music deganning ma'nosi hozir bir masalan bir barlarga borsak bir muzik atratlari muzik chaldi-ku. Biz endi uni live chavatdi deymiz. Lekin bunda qarasak u live chamdi deyadi. Ular buni bir haftadan oldida paylayan qilib, practice qilib, shu vaqtida chalgan. A vaqtni live deymiz. Undan keyin qo'yib bergani u degan o'zining live'ni doğurgan show bo'ldi-da, bu yerda live. Hech kim live'da nima bo'lishini bilmaymiz. Shu futbol maydoniga o'xshash. Hech kimning kimga top tiqitini bilmaymiz. Masalan, our live. Malmı naq maydon. Mesela hazırmı mesela naq maydon mening imdeg'inimni hech kim bilmaydi, men istaning imdeg'inimni bilmayman. Mesela this is live. Şu an muzikada mesela biz mesela psixik jihatdan bo'lsin, mesela psixodelik jihatdan bo'lsin, mesela nurg'un doktorlarning mesela isbotlab chiqqani borda, ovoz degan bir element. İkinciden mesela biz Uyg'urlar nimish usul amroq degan chaqda bir adam usul o'ynagan chaqda siz tunugini unutib ketsiz, bugunni unutib ketsiz. Ertini unutib ketsiz, o'zingizning kimligini muhim emas. Birdan bir rasmiy mesela consciousness, lose yourself deymiz-ku mesela. Bir adam duo qilgan chaqda bu blessga erishimiz. Lekin bir adam o'zini yo'qotib, haqiqiy yunus bilan birlashib, o'zining ruhini chiqarib, mesela shuni olamda, tutashgan vaqtimizda buni biz bliss deymiz-ku. Mesela bu narsani pulga setib oladigan narsa emas. Shunlashqa bizning Uyg'urlarimiz nemishqa xushxo'y, nemishqa mehmondo'st, nemishqa mehr muhabbatlik millat degan chaqda biz usul o'ynagan vaqtimiz bilan o'zimizning kimligini unutuymiz, mol dunyoni unutuymiz, bir-birimizga o'shmanlikni unutuymiz. Bu vaqtida biz haqiqiy masalan consciousness deymiz, masalan inglizchada. Masalan lose yourself, be you deymiz, understand you deymiz. Shuni olamda usullam o'ynagan vaqtimizda biz masalan aşmamız. Hem de Erpan Shikaylan mesela ben kichigimdan muqam muzikalardan boshlanib, milliy muzikalardan boshlab o'rganib, har xil chalg'a asboblarni o'rganib degandek qildimda. Erpan butun shu eng taraqqiy qilgan narsalarni Yaponlarga chiqib o'rganib, ikki jihatdan ham muzika, ham talat, ham taraqqiy jihatda qilib, endi bizning hozirgi muzika tartibimiz bildirmoqchi bo'lgan narsa o'tmish, hozir, kelajak. Bilen kombin. Muzikamızdan çıkmış element. Muşu bizning endi biz çaldıgan muzika biz isbotlamoqchi bo'lgan narsa muşu. Andan keyin naq maydonda çalganimiz shu bizmi bilmaymiz, nima ishning yuz berdigini,
Nimishqa degan chaqdan necha minglagan odam bir yerga kelgan vaqtida ashada bir xil energiya Paydo hosil bo'ldi. bo'ldi-da. Biz shuni his qilgandan keyin shu energiyadan foydalanib shu yerda we'll connect ourselves to the universe. Ya ötküzgüç Üçgen narsani qilib bir big love demdik. Hamda bir cho'ng bir muhabbatda bu odam usul o'ynagan vaqtida faqat o'ziniki butun anger hamma narsani yo'qdi-da. Şu biz aşı naq maydandaki aşı bizmi özümüz hayran qalamiz. Şu bizning bir qatimliq çağan live müzikini ikinci qatim qayta çalanmaymiz. Hem bizning özümüzün produce qilib chiqqan musiqalarimiz bor. Mesela aşlamı bizning naq maydan çağa holatimizni rekord qilib chiqqan narsalarda. Bizning bu yerdagi hamda birdan bir haqlar o'xshamasligimiz biz şu pure live naq maydan. Tamam. Onda da Adılcan'ın so'rab baksam sizlar Uyg'ur agentligi bularni xil iz qo'g'lab necha vaqt yanqisi xabar ishlab kelyapsizlar. Ham siz o'zingizmi 10 yillik uzun yillik elektronik muzika havaskor ekansiz nastansiz. Shunga sizlarning nazaringizda yoki sizning nazaringizda bularning muzikasi zodi qandoq alaylikligi nima uchun sizlarning ko'zinglarni shunda tortdi? Qaysi yeri jalb qildi sizlarni? Rahmat Mardan. Oldi bilan bu ikki azamatga rahmat. Non-sound, unsiz sizlarga rahmat. Sizlar bizga bir surprise'dan birini berdinglar. Biz bak hayajonlandik. Sizlarningki bu necha 100 ming odamning oldida qo'ygan o'yininglar hisobda Uyg'ur tarixidagi hamda bizning hamda Uyg'ur tarixidagi tomoshabin eng jiq qatnashgan bir rekordni bir yaratdinglar. Sizlarning oldinglarda bir Uyg'ur chiqib bundaq performans qilib boqmagan, bundaq o'yin qo'yib boqmagan. Oldi bilan sizlarga rahmat aytmoqman shu fursatdan foydalanib. Rahmat dialog qanlig'im rahmat meni taklif qilib Uyg'ur agentligi nomidan meni taklif qilib bu ziyorat qatnashtirganlarga. Mardan hamda bayaq so'zingizga qaytib kelsak, men birinchi qatim shu elektronik muzikni hamda elektronik muzika tunji qatim anglagan vaqtimiz balkim nurg'unlarimiz hamda balkim shu bizniki vatan sharoiti cho'ng'anlarimiz tunji qatim anglaganimiz xatolashmasam shu g'arib sayohatning muzikasidan boshlab anglagan deyman. Tunji muzikani agar uni hisob qilsak mana 30-40 yildan oshdi masalan biz hamda elektronik muzika bilan tonish qilib hamda 80-yillar aniqlab o'taylikmi ya da Xitoyni muzikasi qo'ylab qolmasa Yapon muzikasi qo'y yo'q hargiz bu Xitoylar shunchalik bo'lgan Shu vaqtida hamda shu Xitoyda anglangan hamda elektronik ovozlar elektronik ovoz birinchi Yaponlikda ishlagan Yaponlikda o Xitoyda ishlagan muzika emas u albatta unda texnikim yo'q shu hamda shaxsan men hamda shu elektronik bu muzikalarga tunji qatim anglagan vaqtim shu meniki 20 yillar avvalgi deyman tunji qatim shu Need for Speed deb men o'zim bakaliqqa nimaga amroqchi PC game'ga bak amroq tunji qatim menga ta'sir qilgan vaqti elektronik muzikalar Need for Speed degan shu o'yinni o'ynagandan boshlab shuni men diqqat qilishga boshlagan shu zamonlarda chiqqan bir filmlar bor Matrix degan filmlar bor shu chaqda bizga ham tunji qatim shu elektronik muzikaniki qandoqligini bizga tunji qatamda bizga tunutgan bo'ldi-da hisobda shu zamondan boshlab hozirgacha men elektronik muzikaga shunday o'zim shaxsan qiziqib anglayman men shu 2002-2003 yillarda shu hozir balkim sizlar dangliq DJlardan Tiesto Armin van Buuren shularningki plastinkalarni izqo'g'lab torlardan tushirib yoki setib olib anglaydim lekin shu chal mening bir orzuyim bor-edi bizni Uyg'urlarmi shunday sahnaga chiqa olamiz deb chunki xuddi shu Hasan bilan Erpan sizlarniki sahnada biz ko'rganimizdek 20-30 yildan oldida shu Tiesto shu Armin van Buurenlar o'yin qo'ysa pastda necha yuz minglagan tomoshabinlar olqish bilan shularning muzikasining ichiga kirib bir alayda bir hamda anglagan odam uchun buni tushungan odam uchun bir alayda bir maydonda bu shu chaqlarda mening orzuyim bor-edi bizning Uyg'urlarning ichida shunday bir sohada bir utuq qozongan odam chiqami deb ya'ni bayaq gapim kelsak muborak bo'lsin sizlar birinchi o'q qildinglar sizlarning oldinglarda qilgan ish kim hisobda dunyoninki shu elektronik muzika sohasida kirgan tunji ikki Uyg'ur sizlar bo'lsizlar men bir inkos yozganimda Facebook'dagi Xitoydan hech qanday odam chiqib boqmadi hozirgacha Xitoy millatidan Xitoy o'z atib olgan 50 necha millatning ichidan bu hozir shu sizlarga o'xshash bu sohaga kirgan odam chiqmadi sizlar tunjisi hatto Osiyodanmi hisoblab kelsak mening bildiğim Steve Aoki şu birisi var ki onun başka DJ onda elektronik müzik oynayan adam. Steve Aoki men Bütün Amerikalık albatta o yapılıq, tigi yapılıq öz Amerikalık. Şunu demek men şunda bo'lgandan keyin men tunji qatim bultur sizlarning 12-oyda şu nimada
ma Fransiyaning G'ansda o'tkazilgan trans festival qatnashgan vaqtinglarda shu chog'da bir g'ulg'ul qo'zg'ayapti Fransiyaning medialarida. Fransiya agentligi dunyodagi nufuzli agentliklar u. Fransiya 24 kanali, Radio France degan mush kanallarda sizlarni alayda ziyorat qildi. Shu chog'da men diqqatimni tortgan narsa men shu radiodan oldimda Hasanning bir ziyoratini erpanish qilganiki. Menga eng ta'sir qilgani shu chog'da Hasan yig'lab ketding oxirida, shundaymi? Bütün dünyadan kelgan şu sanatçılarninki isminin keyinide özünün dövlətinin ismi var. Bizi kelgan çağda nima uchun yo'q, ammo lekin Uyg'ur deb yozganlardan men bek xo'sh oldum deb shu vaqtida yig'lab ketgan menga bu bek ta'sir qildi. Ham hayajonlandim. Shu kunning kechtilam shu Uyg'ur agentligida bu qisqa bir xabarni ishlab sizlarga taqatgan bo'ldik. Shundan keyin xalqimiz bilan tanishib başladı. Ammo ikkinchi qatim ma festival bu Fransiyada jumladan Yevropadagi eng chong festivalning birisi. Bu elektronik to'g'ri, buning ichida elektronik bor, rock va hip hop va pop va hamma narsa bor. Hamda qatnashgan odam soni mo G'ansniki qaraganda necha ortiq. Men to'rdan izlab baqsam, bu qatim 346 ming odam qatnashibdi mush qatim festivalda. Shunlar rekord yaratibdi hamda bundoq cho'ng sakinda yana bir qatim biz Uyg'urlarni namoyon qildinglar. Shuni bu bizni hamda bir ixtiyor muxbir bo'lish sifatim bilan buni bir yezish majburiyatim bor deb o'yladim. Deganingdek bilganinglardek Uyg'ur agentligida yozdik, Erkin Asiyada xabar qildi. Bu xabarlarimiz tarqalgandan keyin Uyg'ur jamiyatining orasida bo'lib chet el muajiratga Uyg'urlar jamiyatining orasida qattiq bir g'ulg'uli bo'ldi sizlar ishkinglar. Masalan bizning agentlikning o'zida mush Facebook, Instagram, mush Twitter torbatlarimizni yig'ib kelsak, bir 10 ming qatimdan ortiq ko'rilibdi mush xabarimiz. Anandan keyin 100 necha qatim elqan bahrilanibdi. 200 qatim yurak berilibdi. Bu sizlarningki g'albanglar. Sizlarga rahmat. Hamda men bu yerda hamda mush so'z kursidan foydalanib men bir sizlardan bir savol so'ramoqchi. Bo'ldi. Bilganinglardek mush hozir sizlar g'ulg'ul qo'zg'adinglar. Uyg'urlar sizlarni tanidi. Ammo shu ko'rurmanlar, shu Uyg'urlarimiz, bizning Uyg'ur jamiyati sizlarningki balkim kasbiy hayotingizga bakrak qiziqqan bo'lishi mumkin. Sizlarning shaxsiy hayotingizga qiziqqan bo'lishi mumkin. Albatta sizlarningki bugungi kunga kelib bu natijalarni, bu qadar natijalarni qo'lga keltirishinglar osonga to'xtamadi deb o'ylayman. Hamda agar xohlasanglar o'zingizlar oshkorlashga bo'ladi degan tarjimonlar bo'lsa, bir hamkorlar, bir hamkorliklar degan umiddaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. So'rayman ekan sizning boshlaylamsa. Bo'ldi. Mening ismim Hasan, familiyam Mahmud. Ben Ürümçi'nin Dönkörük Dönkörük'te mahallesinde tug'ilgan, shu yerda cho'ng bo'lgan. Endi kichigimdan men shu muzika sahnasiga tug'ilgandeklar his qilman o'zimni. Ya'ni kichik vaqtimda, shu 3 yosh vaqtimda uyliklar meni hamda sizmi yaxshi deb, hamda hammalarning insonlari bo'lsa, kichik vaqtimizda bir talab va taqdim deb bir programmamiz bor edi. Shu vaqtida bir chiqqan nurg'un kichik bolalar taraflarni ko'tarib chiqqan bir anandan keyin mening savodishim Abdulla Sattar bo'lmoq yemayman degan naqshni aytgan vaqtlar unda sizlarning insonlar bormi? Shu vaqtlardan tartiblab men shu televizorga chiqdim. Men o'zim ota-onam ajrashib ketgan bir oilada tug'ildim. Apam hisobda biz shu o'g'ilni bir cho'ng qildi. Kichik vaqtimda, kichigimdan men maktab hayotim başlangıç okudum hem de başlangıçta bitirip baktım. O men okuyan başlangıç mektepte hazır sakçı dersi o'zgartiribdi. Men 28. başlangıç mektepten o'quvchisi. O'quvchisi emas, yaramli o'quvchisi. Kichigimdan shu qildim. 3 yosh vaqtimdan tortib dab qiziqdim. 6 yoshmi, 7 yosh vaqtimda men dabni mendan necha sinf, necha yil ortiq o'rganganlar bilan o'xshash darajada chaldigan bo'ldim-da. Şu vaqtida shu Ürümchidagi yosh o'smirlar Sariye deb insonlar bormi? Mening o'qituvchim, tunji musiqa o'qituvchim, Tunsar Avab deymiz. Rahmat muallimim. Kichigimizdan namimizni tarbiyalaganda shu masalan bizning Yasin Sonay, Abdulla Nurg'un hamda biz ash qarorda tan o'qigan bolalarni nurg'unlarimizni tarbiyalab chiqqan shu tunji o'qituvchim Tunsar Avab bo'ldi. Şu vaqtida hamda bizning sinfda masalan hamma bolalar masalan Abdulla tamburni tanladi, masalan Yasin Sonay, Nurg'adamlar har xil uskunlarni tanladik-da. Mening muallim sizman bek yaxshikan deb chasam, bek ziyon ketsam, boshqaroq bir kasb bir uskun chasam bo'ldi deb mendan bek orzusi bor edi.
Şu üskülerin arasında tallap şu, ben bizden şu milli müzikanın padişahı boğan çağını taladım. O vaxtda da bizim vətəndə Uyguristan'da o çan çaldığı adamların sanı az, oxutucumu az. Onun üstüge en əfsus yeri benim oxutucum Tunsa Arababdiga oxutucum çan dərsimi verəməydi, çan çalışını bilməyəndikin. Bana o çan şunda acayip bir körəndə də kiçik vaxtımda. Nurgun tarları, avazları şunda güzel de. Mesela onu mən ya özüm yalnız kötürənməyimə, çoxum akam, abam, aşlarının yardım astıda məktəb baktım da. Yani o vaxtda da onun üstüge uyamdan şaraitim digəndə yaxşı olmağın dikin. Bir yerlərdən oxutucularını tepib, tuncuman çan bəgən, çan dərsi bəgən böyle ürüm sənət mümkünüm. Çançısı hem de bizim sənətçimiz hem de hataqlıq. Dilim gəl gündəb, aşıdan bir çançadan ve şu adamdan ders alğanda. Şu kiçimli çançı oldum. Anam dikin 9 yaş vaxtımda bizim Hunçlar programısı deb Gülçekre adamdan programısı da hem hesapda ben bizden şu məli bu içe. Hem tuncu qetim hem de o dönkörükdə hem adamdan nəzərdə dönkörük bək eski adam. Hem oğuryan çoxçı. Hem nurgun işlerinin arası mən rast aşağı çoğun boğan. Ama o bizden kanun ve kurallar diye sayfamızdaki dönkörük 30. korosu da çoğun balı değil mi aşağı olup. Kiçikimden onun üstüge etrafımdaki adamların aşlarının şundak canlılık, aşlarının ben kiçikimden kögen işlerimi o müzik hayatıma pek təsir kıldıkken çoğum. Kiçik vaxtımda bilmegen biraz da çoğumda oylasam. Ama bizden məli bu içərimde tuncu qıtım hem de bizden televizyon stansıga körünüş çıkıp müzik çağıran bir bal buldum da. Ve fəxirlik, məlimizdən fəxiri. Bu müsəmmədəm də səhnəgə şu televizorğa ya oğruya ya Akçıya ya turma kriketdə edəblan çıxqandı ki, mən bir çançəb çıxqandı ki, məli bir yaxşı oldu. Onun dikin şu vaxtda da mən bu oyununu kögən, müzikin əsərimini kögən Singapur'un bir sənət məktəbdə mən bir çağırıq gəldi də. Dikin o vaxtda da üyemdən şəraiti, apamdan şəraiti, yıldını şunu ötüb, 12 yaş başlanğıç bitirib. Yani dikin 14. otur məktəb kimi mən bizim əldən tuncub sənət sınıfı kirgən, pul dölməyə oxuğan balı da mənimni. Yani 3-4 otur məktəblərə talışıb çan çaldı da. Ben axırda şu bizden 14. otur məktəbdən Maynur Qasım degen müzik oxutucu müəllimimiz şu sınıfı kirib məni götürüb etken. O yerdim şu bir yıl okudum. Sənət məktəbdən gəlgən çağırıqqa baramığının bu könlümü yerim. Apam öyləni satım mən. Ben qenimni satsam o seni çok oxudum mən degen gəplərini qıldığım o işlər oldu da. Hem de ben bir müzika doğan dikin öyünün kiçigi də mən biz Həsən, Hüseyin, Yusuf dəb bir şey oğabalıcı. Ben kiçik olan diken hem de ben kiçik vaxtımdan ben bir kərgin iş apam boğan bir yükünü azaytışda. Yükünü azaytışı olan diken şu kiçiklam şu ben de öyle bir adam az olsa kim kidik adam az oldu, tamak yedik adam az oldu da. Şu kiçiklam çıkıp getdi de. 10 neçə yaş vaxtımda ayrıldı. 13 yaş vaxtım qoy, 13 mi 14 yaş vaxtım çıxıb. Öydən çıxıb Savaqdaşdıram mən kildim pulunu çıxıb. Şu kulağımda bir gittirim ba. Dünyadan çok seklisi çıkırgan asıyım ba. Ürümçiden çıkıp ketdingizmi yoki Ürümçide qolib qolganmi shu chog'da? Nima? Şu 13-14 yaş vaqtingizda Ürümçiden chiqib ketdingizmi biroqlam? Biroqlam Ürümçiden öydillam chiqatdim. Qayoq ketdingiz? Shanxayga. Shu chog'da Shanxayda bira tunish yoki biz birasi sen kelsan İşkizkoy xalq pulu ba. Kulağımda bir gittirim ba. Poyuzdan Şanxayga düştüm. Nurgun igiz binalar, nurgun wow. It's like ben kiçikdə hayatlıqdan nimeligini bilməyimə, işini bilməyimə. Abduz beketlərdə yatqan küllərim oldu. Şu vaxtda da digəndə mən çox olmuş Şanxay degen şəhərdə bir günü padişahdək yaşayım dedim. Arlıqlarda çoğun buluş jəryanlarda Xitaylarla bizim Uyğur qoğan işlərini bir-birləb düşəndim. Ular meni bişirib köygən çağda ama birdən bir mənim könlüm kərgəyələ mən bir iş çıxanda iş qıb baxmağa mələmdən pəxri bir uğa alıdım. Muzikat balıdım və Şanxay kəplam oğur qaynılıb qaldım da. Mən bütün Xitaylarla mənstigi uçurdum. Qarsam bizim Uyğurlarla Şanxayda bir Uyğurlarını hörmət qıldığan bir Uyğur yoxkən
Onun üstüge bu Şanghaylik, o biz Uygurlar emas, Şanghaylikdan başka hemmadamda chetga qaqadigan bir milletken de bu. Ama muşundaq kemsitishlar, nurg'un yaratmasliklar, mesela nurg'un narsalar shu menga aşlığımı rahmet aytaman. Aşlığımı meni kemsitmagan bo'lsa menga qalbim kelmaydi demdi. Şu Şanghayga chiqib 2004-yili Fransiyalik bilan bir jam sessionda tanışdım. Aralıqda demek bir 5-10 yıl yaşadınız Şanghay'da. Yo'q, men 2001-yil chiqqan Şanghayga, men unda qildim. Tamam. 2001-yil chiqdim. Ben aralıqda qisqalam deb so'zlab ketayimdi. Chiqiblarmi bo'lg'ashlar bu bek men ularning birgisi vaqtcha. Şu yanca onda iş kız koy pul var, qarsam içinde çoğun şehir. Hiç kadar yer pulum yetmeydi ki. Qarsam içinde çıraylı 35'ti var ki. Şu gittirimini kucağılap kapmış günü bir gün olmuşmuş pomiş şehirde. Padişahlık yaşayma. Ben bağa vaxtımda paqatlam en negiz bina 88. qavatken toq. Şu vaqtda da özümgüm degen tamam 88. qavatda ishlaydigan en çıraylı kız oldu muhabbet tutum. Ben Şanghayning o'ttirdagi en negiz binada turma. Ben Şanghay'daki bütün Xitay meni ko'rsa, men chiqib ko'chaga chiqib samsiysammi meni rasm tortib, chiqib gizgi chiqqidek ashta odam bo'laman deb va'da berdim. Meni bek kamsitib ketgashgan. Anadagi ish kuzga pulam tugdi, anadagi bu ish kuzga pulam tuganlikdan men ishlashim kerak. O'zim ham kichik. Anim bo'lsa Urumchi cho'ng bo'lg'ashgan Xanzutulim azroq olsun yaxshikancho. Ayak berip anadagi bu Xanzutulimning muhimligini bildimda, ular Uyg'ur so'zlamagandikan men bu yerda bak qiynaldimda beshidan. Şu birinci şu izlep şurip şu meni birinci tapgan xizmetim Sangnadan tapdım. Xitaylarning munchiga tushirgan va dongbiliklarning sog'an. Men 14 yosh. Endi qonun bo'yicha undaq keşif so'rovlarda mening ishlash nimamda ishimni to'shmagan, men undaq keşif so'rovlarga borsam bo'lmaydi. Bu yerda mening qildigan ishim odam aldashtirim kerak. Men hammadamga men 18 yoshdaman o'zimni. Şu mening birinchi kirgan shu nechalar kirib meni unmay eng oxir bir sahna kirib unda qilma meni bir saknaga chiqib bir naqsha etadigan fursatdagi avvalo mening naqshamni anglab bor. Men sam bekor aytib berdim, chiqdim shu ko'zimni yumib ishga naqsha aytdim. Esam ulug'imni yardim, sababda 3 qatim kelgan ish go'zallik ko'p pulurma bir qatimliqqa dedi-da menga. Lekin uni hozir bermaydi-da, men u pulni kelabdi, aytsam berdi. Men bir hafta vaqt bada, shu vaqtlarda anandan keyin shu izlab shurib bir to'p uchuq chiqib etgan bir uydan birini topdim-da. O'g'si bor. O'g'si yo'q demdi, qilqimda alam. Chiqib tashlab qo'y. Ham shu tashlab qo'yni o'zim muratlab, karvatlarni qilib, anandan keyin bir Xitoy bilan tunishib qoldim. Shu vaqtda bir umumiy bir sehrgar o'ynaydigan, sehrchilik qiladigan ishim bilan tangim kichik ketgan bir Xitoy ekanda. Ikkimiz birga yotdiqda u yerda. Uning bir o'rin berdim-da. Onun arzuyu var bir yerde işlep pul tepiş. Anladık ki benim arzuyum var da bir yerde işlep pul tepiş. Anladık ki öylikler tık bilmeydi o benim. Öylikler hakkında vakti telefon kısmen degen. Benim oturmuşum şunda yaxşı. Benim koskuntu kapa bende ensirme sen pul sarmaya deplam tur bende. Şu açta işledim. Şu bir hafta öttü, işki hafta öttü. Aşında işlep şurup. Aşı vakti 2003 yılı deymen. Bir Asya'nın bir nakşı bir musaqısı oldu da. Uçaklarda telefonlar, torlarında bu mantıken nurg adamlar bilmeydi de. Hem ben şu bütün Şanghay'daki Xitaylarning içinde bir qatnaşkan Uygur da men. Hem menden başka bütün Xitaylar, mening birmi ağinammi yok ya bir Uygurmi yok ben bilen birli bardigan. Hiç kim yok. Şunçilik bir bisimde ayada ismini okuğa vaqtidimi şundaq bir men 5 yil o'qaqtimda mening ismimni Ayshan Mayximut degan pek qulqumga satanlib ketgancho mening. Mening ismim Hasan Mahmud. Sening isming Wang Changke, sening isming Changlong Osman, sen Changlong deyman. Nima mening ismim Hasan to sen nima Ayshan deysan deb kirishib qoldim. Sen nimada dot tilim kelmamdi deb. Shu bir ta'sir qilganda shu musobaqa chiqdim, ko'zimni yumib turib shu vaqtda hamda bir yozgan naqsham bordi Xansucha. Kul deb. Külgen naqshini aytgandim, tunji kullam o necha ming odamning ichida yuqori numar olganlarga mukofot berdikancho. Tunji kullam qarsam mening numarim eng yuqori ekancho, qarsam sen ketmaydi dedi. Eng oxirida tunji kullam qarsam quloq tutqizib turgan rasmlarni bir ishlab olib ketdi-da u yerda.
Uçağdaki sizin uslubunuz emti keçirin gepinizni tatıyatım. Hazırkıdak elektronik müzik emas şunda. O vaqtdagi pop da meniki. Demiştirgen Ha. çağda ben Ipler çap Xitaylarni etdi. rock bilen uçağda Xitayda rock mu bolmasa ben çokum pop Hı hı. naqşa. Lekin mening o vaqtda aytgan naqşlarim post rock demdik, men Angliyani post rock style. Hı. Lekin yana o'xshash pop ashlar chiqib e'tirof qilardik-ku. Hı hı. Shuni aytdim, tunji kunlam shu og'al no'qini ko'tarib bizning Uyg'ur oshxonasi borda kirsam bizning ana rapandi deb o'sha karvon deb bir oshxona borda, shada bir yaxshi pokiz bir restoran. O adam ko'rib, o adam xo'sh bo'lib, sen degan 30 yilning yog'i men Shanxayga kelib tunji qatim Uyg'urlarning ichida yaxshi qilgan, Yaxshi namını chiqargan. yaxshi chiqqan adam senin bütün pulangni men ko'tarmay kelaqdimlik musoqam dedi. Bir haftadan keyin yana bir musoqa qilib, uningda lonqa keldim. Eng oxirda musoqada 3-chi bo'ldim-da men. Bütün Asya bo'yicha bir musobaqa bu. Uningda men birinchi bulanmaydi ekanman-ku, mumkin emas ekan-ku, men qancha Michael Jackson deb Uyg'ur bo'lganingiz uchun-da. Aslında şu vaqtida bildim-da, nimishqa degan chaqda Keynsakni ko'rdim, birinchi o'g'a adam bilan men hozirgacha yaqin do'stchu, masalan Shanxayda, masalan Wanhaoda, Wangchangda, masalan Tayvanning bir Guangzhouda bir go'y bor. Ya, ilqi chiniqqan go'y. O'xshash yuzi va puli var, men Shanxayning ikkinchi Jolibo demdik-mi o. Aşı mening yaqin og'inam, aşı vaqtida shu birinchi bo'ldi, ikkinchi bo'lgani masalan men hozirgi men bütün Jungo'da, Xitoyda Mawlay House deb bir yer var, yapılıqni ochgan. Ama hozirgi bütün Jungo'dagi Mawlay House'da eng chong boshlig'i Pang deb, aşı mening yaqin do'stimchi Shanxayda. Ular bizga rock muzikantlar o'zinglar bilsizlar, biz u demokrasiya, u biz human right degan narsani biz bek bilishimiz uchun ular bek qo'llaydi-ku. Aşı yerda ikkinchi bo'ldi, men uchinchi bo'ldimda, anadagi Xitoylarning orasida azroq menga bir respect bo'ldi. Anandan keyin Xitoylarning orasida respect bo'lgandan keyin qarsam bu Xitoylar chet elliklarni ko'rsa igilib, shu do'ng'uyib, chiqib, yijib bo'lolmay qoldi ekanda bu chet ellik muzikantlarni, chet ellikni ko'rsa ko'chada. Anandan keyin unga qarta mening ishim cho'ng bo'ldi, ham kichik vaqtimda u nurg'un narsa bilmagan bilan cho'ng bo'lib, endi mening tunji qiz do'stim bo'ldi deganda. Mening tunji qiz do'stim shu bizda Amerikalik qiz bo'ldi. İsmi Ali deb u tunji qiz do'stim bo'ldi, u qiz do'stim orqali mesela ingliz tilim texmi taraqqiy qilib ketdi demdi. Yani şu vaqtida men Shanxayda birdan bir Uyg'ur bir chet ellik muhabbati bor, Uyg'urda bütün Uyg'urlar faxrlanadi-ku mendan. Onun ustiga ashunda Xitoylar yuzini ko'targan sir men Uyg'urimda numus qilmaydi. Mesela shu merdonlar erpanlar biladi. Mayli men Uyg'ur bo'lsin, mayli oshxona ochadigan bo'lsin, mayli qasmoq, mayli tutulib purab ketgan odamlar bo'lsin, men onda qilib voy men polonchi deb uni akavurligim yo'qdi. Mesela nurg'un Uyg'urlar vardı, yaxshiroq yerlarda ishlaydigan, mesela ularning holini Germanning tankisi atanmaydi. Ben mesela bütün Uyg'urlar bilan aralashdim. Ben bütün Uyg'ur yanchiqchilarining mesela bizning ashularga to'sin tatuq deymiz, men ash odamlardan bir so'rinda o'tirgan. Meni hurmatlaydi ular, hammamiz qo'g'daydi. Sen isil deb. Demak, şu vaqtida chet elliklarga Xitoylarning beklam hurmat qildig'ini, biz Uyg'urlar ko'rdig'ini ko'rib, to'xtab tur, sen chet ellikka beshingni egid ekansan, men cho'qim chet ellikni beshimga egiman deb 2004-yili Başak Kuzmayda 2004-yili shu Fransiyadan chiqlam 10 kun bo'lgan ikki Parijlar birsi Dumbaqcha basketlar çaldı. Şu üçeylen bir şu melting pot'ta bir jam session'da çıkılan bir 40 minut çaldık. Üçeylen kirişip kaldık da şunda böyle. Oğlumu çıkılan beni kulağımı tutup we are band dedi çoğu. Biz bir müzik ettirdi de. Ben bu okey de şu tuncu kurgan müzik ettirdiğimden ismi Uygur oldu. Men u yerga men bütün nishonlash Xitoyga Uyg'urning yomonligini ko'rsatishda shu men muzik ettirtimning ismini Uyg'ur deb qo'yib olganda shu vaqtida. Shu Uyghur degan dastlab siz qurgan atratma ismi shu-ku? Endi keyin men Merdandan sordimchi bu Uyg'ur deganning ma'nosi nima desam Merdan men dedi-chi Uyg'ur degan biz birlikda degan gap dedi-chi. Okay, undan men biz birlikda degan gapni ham inglizchada we are together. Shuni oldim. Shu Uyghur bo'ldi-da bu. Masalan bu Amerika'da her yılı slang, yeni bu İngilizce degani adam to'qiydi-ku. Bu so'zlik degan yilda necha ming'lab so'zlar qaytilib ma'noda. Okay, I create one.
Mesela sen biz birlikte de to'lab bakar desem we are together. No, it's too much. One word. Uyghur. It means we are together. Şu keyin bunu o'zgartdim. Şu Fransiyalik do'stim bilan birga chapshirib 5 yil tirishib shurib Xitoylarning ichida 2009-yili mesela Battle of Bandab ham shu yerda psychedelic naqshlarni aytib, u vaqtlarda mening butun vujudim Xitoy bilan chet elliklarga rasmiy san'at jihatda challenge'da. Keyin qarasam bu Uyg'urlar meni tushunmayman. Meni nima qanday naqsh aytdi, bu bolaning naqshini tushungan olmaydi ekan, bu bola Julitga og'zini nima kasi deydi ekan debchi. İlk men şu vaqtda nurg'un ko'nglim yerim bo'lganda, ilk mening oldida butun kuchayotgan ish olish uchun qarasam bu keynimdagi hammadan meni butun dunyo qo'llayotgan, shu keynimda men shu kim uchun ish qilayotgan bo'lsam, shuni men tillayotganda. Oxiri chidimidim, anandan keyin Urumchi qaytdim, Mangoyat degan naqshini yozdim, Uyg'urcha oldindan o'qidim. Shu 2009-yili shu Amerikaning o'tkazgan bir Global Battle of the Band deganda men Shanghayning guanjusi bo'ldim-da, winner. Bütün Xitoylarmi, chet elliklarmi shu hammasi qildi. Keyin menga Shanghayning Motobangdan tortib, Xishoxi ishqib, mafiya ishqib, nima chiqadigan chog'da men yosh bolaning orasida, Xitoylarning orasida men bak yuzlib ketdim. Masalan, shu merdallarni bildi. Masalan, men hech qanday klub, har qanday yerga borsam, masalan, Shanghayga eng pul tepatgan bütün barlar bilan mening munosabatim bo'lib qoldi-ku. Mana mesela 6 bardan en kısası Mağlayıp Kastan tapkan pulunun 30%'i meninki bulduğum bu ketdi mesela. Mana Merdallar, Irpallar o Mağlayıp Kas Şanghay'daki cubaları jügrep jürüp pul. Mesela Merdan ben sana sınap bergen qofkan, mana ben Uyghur qofkan bugün mesela köz qo'ya. Men ma şehirga 10 yilni oldida ishtimam yo'q chiqqan mesela hozir mana men portmonimni olmayman, telefonimni olmayman, men sizni buluşup o'ynatib, ish guzib pul tepkilimiz degandim shunday-ku Merdan. Mesela sen meni köylük kelgan vaqtda shu Xitoy ishqi mana shu bizning Uyg'urni qancha yaratmagan siri o'ylab baxsam ashtaga rahmat deyman. Meni shuncha olg'a ilgirib ekan. Shu 2015-yili qarsam shu bu vaziyatlar bo'lmadi, qarsam men izlaydigan taqchilar bekcha qo'yib ketdi. Men izlaydigan bu mafiyalar Xitoylar. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim shu. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim shu. Siz bir Eşitimiz yok bir Uygur'dan ahırda Şanghay'a verip şu derecede kutup kazandınız. Cemiyeti şu derecede sizinki tesiriniz zor oldu da. Bu jarayonda Xitoy doiralari, Xitoy rejimidan sizga besim qildimi? Nima uchun chetga chiqib ketdingiz? Davomlashtirsangiz hozir men ham shuni so'ramoqchidim. Mesela jarayonlarda mesela nurg'un Xitoylar bilan tanishdim-da, mesela. Saqchilar bilan tanishdim. Arliqcha shu nurg'un necha do'stlarimmi dedi. Lekin bana en birinci, en mühim kılgını şu muhabbet için çıktım ben. Ben kiçikimde şu birle muhabbetleşken, onun linken mesela Merdallar, Irpallar bildi. Ben bunlar telefonda kız olup yakısım açırım kilitçi. O kaldıken işte kırış gerek, işte kıp oğan diken kız olgen hem niye dersen, işte kılmayı durum, ne mi bu aksalık, ne mi yansonluk da ettim şu. Şu müzikat bunu süptüm bile işte yıllar ötüp, boytaklık yürüyüp. Ahirda men shu o'zimning ko'nglimni peace uni ustiga Xitoyda tursam o'zim gün bo'lmoqdak. Men o'zim va'da berganimda rock chaldim, bir umr musiqalarni chaldim. Men cho'qim hayotimda mendan cho'ng ish yuz bergan chog'da o'zimga ta'til qilaman degandim-chi badanimga. Shu tunji qilgan ta'tilim ayolimning ismi bo'ldi. Şu ayolimni men ko'may turib ovozini anglab, okay, this is you are mine. Men sening yening borman deb shundan bir oqshomda men narsani tashlab so'mkini ko'tarib Merdam bilan Irfon bilan Beyjingda rasm tushib Yevropada ko'rishimiz deb shu ashta xinib chiqqan. Chiqib Xitoyda qila oladiganimni qila oldim. Xitoylarga faqat tomsim Uyg'urlarning qilganligini ko'rsatdim. Chiqib shu 2009-yili Musaqib futqa vaqtimda baxo'sh bo'lib ketdim. Nima chiqadigan chog'da Shanxaydagi eng yomon musiqa talablari Şanghay'ның müzik institutining Amerikadan, Avstraliyadan tek akagan şu vaqtida bir master demdik, ham Xitoylar daşır deb masalan. Ashdan chiqqan bir 12 qadamlik jazz rock. Laqab bütün hammadan chiqib meni uftolmaydi degan. Meni hech nima qilolmaydi degan. O vaqtida men shu bir tal gitarni mushpadamda ko'tarib chiqib shu dumbaqchim bilan bas gitarchim bilan qo'lni tutib turib Ben Uyghur üftüme bugün kandalım üftüme ussam üftüme ve Uyghur üftüdü bugün dep şu sahneге çıkıp şu Adem dep saranglık kılgan Adem degen nakşamını şu deyip kanda hemen
nimini qilmaydi, nimini demaydi, nimini bilmaydi, odam debchu. Hammamiz bir yerdan keldik, bir yerga ketamiz deb. Shu bir naqshini aytdim, qarasam, orliqda bir soat o'tdi, bir vaqtda qarasam bas gitarchimning shu monqilari chiqib degan, shu hammalardan ketibdi, nima bo'ldi desam, biz futdiq deydi. Andan keyin shu saknaga chiqib qarasam, butun Xitoylar, men futaman degan chet elliklar, Gibsonning bir gitar berdi ekan-ku, Gibsonning gitarini. Shu chiqib hammasini meydisini ma'padiga ishtirib etdi, bunda oldiga chiqib, men Uyg'ur deb shu hamma Xitoylarning Uyg'ur deb to'ltib shu vaqtda shu bir ko'nglim xo'sh bo'lgan, kichik vaqtlarimda ashundan meni o'g'ri deb bir yerga taksi to'xtasam to'xtamay, meni ishtirib etib talayotganlarim, ashundan meni tillaganlarim, menga qilgan haqoratlarning shu vaqtda uchimdan olgan. Aytgandek sizda. Okey, Rahmat. vatandan chiqquvchi bo'lgan biz to'xtab turaylik. Hozir endi Irfondimi so'rab Bilmay yerib qoldim deyman. Serpan sizni bir anglaylar. bu ot qanday tutashgan, qanday bu Hasan bilan birga kelib qolgan. Mening ismim Irfon, familiyam To'g'rul. Men qadimiy yurt Keriyadan bo'lmayman. Xotan o'n Keriyadan. Shu mening balligim yurtimda o'tdi, boshlang'ichlar to'liqsizlarni kichikimdan tortib hamda dadam yozuvchi ham o'sha bizning folklor narsalarni tadqiq qildi-ku. Shu dadamning ta'siriga bek uchirgan kichikimdan shu bizning Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan ishtiyoqim, andan keyin san'atga bo'lgan ishtiyoqim, erkinlikka bo'lgan intilishim hamma narsa dadamning kelgan ma'lum hisobda. Ondan keyin 2008 balligimda masalan rasmga vaqt qiziqdim-ku, rassomlikqa. Kichik vaqtlarimda mo ko'rgazmalarni qilib, bala rassom bo'lish sifatim bilan shu jiq balligim yurtimda o'tdi. To'liq o'tirib chiqadigan vaqtimda shukur to'liq sabablik Beijingga bordimda 2008-yil. Ondan keyin u yerga borgandan keyin mening bu bir hisobda hayotimdagi bir cho'ng o'zgarish desam bo'ldi. Birinchidan ailemden ayrıldım. İkinciden ayrılgandımı bek yirak bir yerden de mesela Xitayning poytaxti. Ondan keyin bu etrafımda hech qanday do'stlarim yo'q. Mesela bizning bir yurtdan kelgan bolalarimiz yo'q yerlik. Asosan bizning Uyg'urlar, Qozoqlar, ondan keyin ko'p sonliq shu Beijingdagi Xitoy o'quvchilar. U vaqtda shu men rassomlikni qat'iy davamlaştıramaydiganligini ko'rdimchi, chunki u yerdagi sharoit bizdagi o'zinglar bilasizlar, harbiy tuzumdikdek boshqarib qolgandan keyin. Lekin birdan-bir ko'rgan umidim shu vaqtda maktabda bir muzika tartibi ekan. Shuning bilan men kichikimdan san'atga qiziqqanligim uchun muzika mastanasidan kichikimdan tortib. Shu vaqtda men shu azroq bo'lsin bir sharoit bor ekan, o'zimni birlikka qo'sh qildigan bu kunda bu yani başqurish tuzumlarini bilsizlar, maktab, sinf, yotoq, oshxona orliqlar. Shuning orliqlarida shu o'zimni qo'sh qildigan bir fursat bo'ldi-da, bu shu vaqtdan tortib shu sazlarni o'rganishga boshladim, gitarlarni, baslarni, dumboqlarni birdan-bir. Garchi bir kasbiy saviyada bo'lmasam ham, dastlabki bir boshlang'ich saviyadagi bir narsani o'rgandim-da. Keyin uning oldida muzika bilan qilib boqmagansiz? Uning oldida muzika bilan uchrashib boqmagan. Hasanga o'xshamaysiz. Uchrashib boqmagan, mening 15 yosh vaqtim bo'ldi, 15 yosh. Hasan kichigidan muzika sharoitida kichigidan o'rganib kelgan, lekin siz 15 yosh vaqtingizdan boshlab muzika bilan uchrashishga boshladingiz. Hasan muzikani o'rgangan vaqtim 15 yoshda hisoblasam bo'ldi. Xo'sh. Uning oldida ham shu rassomlik, bu narsalar, fotograf narsalarga bak qiziqatdim kichikimdan tortib. Chunki san'at turgan narsalarga. Bu Beijingga kelib shu sharoit o'zgariblam, shu muzika qilaymi, muzika o'rganaymi, bir go'zal narsa bo'lganligini, biz ham amroq bo'lganligi uchun muzika kichikimdan. Shu buni o'rgangan bo'ldim. Keyin bu yuqori yillikdagi o'quvchilar o'qish bitirib ketib, bu muzika tartibida adam to'liqlaydigan ish bo'lib qoldi-da. Endi men kunda musharlikda yurgandan buni o'rganib. Shu sababdan bu muzika tartibiga kirib qoldim endi. 15 yosh vaqtim bo'ldi. Nima chaldingiz shu chog'da? U vaqtida bu bolalar butun cover narsalarni chaldi ekan to'q. Men kirib, men bolalarga degan ilgarim biz nima ijodiyat qilmaymiz, biz bu ammolar chalalaydi ekansizlar, bu xalqning naqshini o'qib o'rganning nima ma'nosi, nima lazzati. Hech nima chiqmasin, ko'nglimdan bir tarixni tirinchitib bo'lsin-da qo'shib olsaqmi hisob debchi.
Şu bu ballarning kallasini o'zgartirdim, men kiriblam bu o'zgartirdiga. Shu vaqtlarda bu rock narsalarni sinab, dastlabki mezgillarim bo'ldi endi. O'zim rock, punk narsalarga bak amroqdim vaqtida. Shu vaqtida shu 2009 bo'ldi. Hasanning videosini ko'rib qoldimda, u vaqtida men bir muzika kirgandikan ham izlaydiganim bizning Uyg'ur muzikantlar nerede durmuşlar, rock o'ynab, qattiq bir rasmiy rock and roll qilayotgan. Menchi bo'lish kerak, birisi bo'lsin bo'lish kerak deb badam qalamda. Bu bejonlik muzikantlarni ko'rdim. Hech qaysi biri mening ko'zlagan yerimdagi ishni qilayotmaganchu. Ko'nglim sovdi hamda bularlik bir nimda emas xizmatni o'rnida bo'lib qolibdi-ku, bejonlik muzikantlar uchun. Bu gitar chalish faqat kasb bir yerda chalib. Ma oylik xizmat ishlayotgandek. Undaylik bir intilish yo'q. İcadiyat intilishi yo'q, yuqori bir yerlarda chalish intilishi yo'q. Men undan shu bak ko'nglim suvga erishish uchun hamda saviya jihatda undan nacharmi emas, ham yaxshi muzikant bolalar jiqti haqiqatan. Lekin alqima kalla ideya jihatda hech qaysi unday ilg'or emas-da. Shu vaqtda shu tasoddifiy shu muzikalarni izlash jarayonida Uyg'ur vaqtda izlab qoldimmi bilmayman. Shu Hasanning videosi chiqib qoldi, shu batlovdan. Şunun için köraplam Allah. Bakan qo'man aslida. Birisi bo'lsin bakan qo deb ismini o'qimayman bu balning. Yuriysining ismini o'qimayman. Lekin videoning descriptionida Shanghaylikni o'qimanda. Qilibman u vaqt men Tulg'ot turib vaqtim bo'lgandan o'zimdek dedim men Tulg'ot tugisa va oliy maktab berish kursi bo'lib qolsaga cho'qim Shanghayga bormayman. Men mush balni tepib, mush ballar muzika qilaman deb tutayotgandim-ku endi. Chunki o'sha vaqtda ham men haqiqiy bir meni surprise qilgan bir Uyg'ur muzikant Hasan ekan. Buni tushdim birolar. Shuning bilan Allohdan ishlar bo'ldi. Men bu oliy maktabga yana Beijing bo'lib qoldi-da. Shuning bilan bu maktab kirganligimni o'qishga hech qanday ishtiyoqim qolmadi. Chunki vaqtda men bir Xitoylarning bir kasbiy muzika tartibiga kirgan bo'ldim. Ular bilan festivallarda, yerlarda, bu yerlarda Beijingning cho'ng konsert zallarida chalib. Lekin bu mening qilmoqchi bo'lgan ishim emas, bu mening muzikam emas, bu valla 10 yil oldin yozib qo'ygan narsalar-ku. Uningdan zerikdim, o'qishimdan zerikdim. Chunki bu bu o'qishim alg'amag'an, ya muzikam alg'amag'an-ku yerda. Shuni o'ylayman, voy bo'ldi, bu muzika tarafimni chiqardim bo'ldi. O'zim yolg'iz qilsammi qildim, hamma narsadan bilim topildim-da endi natija jarayonida. O'zim yolg'iz qilsammi qildim bo'ldi, bunda hayot o'zimning muzikasini qilgan bor, haqilning nimasi bo'lgim yo'qdi. Maktabda voz kechdim shu mezgilda bir accident, bir topda asamni tutib qoldim-da, bir vichat emas, boshqa bir ko'ku o'choqlarda. Boshqa bir topni tutib qoldim. Qarab shu bu shans nimasiga presni qarsam tundimda turiblam sen Hasan rock shunmi deblam yozdimda to'xtovchida men shu dedi. Shu qachilab paranglashma muzikani anglab uzun bo'ldi. Sen bilan bek muzikalarni qilgan bo'lsam u bunaqa Urumchiga qaytib ketib shu Beijing Shanxay qaytma deb turgan mezgillar ekan. Men shu vaqt niyatni bog'lab shu maktabni chekinayotdim, muzika tartibini chekinayotdim. Ailemdagilarga demidim vaqtida ham maktabda o'qishni chekinganimcha. Bir hesapda yo'qoqlam ketib shu Shanxayga bordim. Shu berib shu Hasanni topdim, shu vaqtdan tortib ko'rishib shu ideya bilan qilmoqchi bo'lgan. Tavakkilchilik bilan boshlanibdi-da sizning ishingiz Masanga o'xshash. Yo'q, shunday. 2013 bo'ldi u vaqt. Aha. 10 yil o'tdi. 10 yildan oldin tortib shu. Rahmat, yapam. Xo'sh, Mardan. Mikrofon. Ben endi namni azroq bir qo'shim chiqib qo'y, chunki men bu Hasanni rock and roll deb bilmandimdi, chunki men buni anglagan narsam, qabul qilgan, motordan qabul qilgan narsam buni rock muzika chalganini bilmay, haqiqatan yaxshi chalganini bilmay, ijodiyatga to'lg'anligini bilmay. U vaqtda men elektronlik muzikaga ishtiyoqim to'shab, menalik bak kirkatga vaqtim tushib elektronlik muzika. Men u vaqtdagi orzuyim shu, mushal rock and roll hissiyot bilan men elektronlik muzikamni bo'lgandan mush narsani bir yerga akelsak, menchalik texnologik bir cho'ng bir narsa chiqadi, balq dunyo saviyadagi bir narsa chiqadi debchi. Vaqtda masalan Chemical Brothers deymiz, masalan Daft Punk deymiz, ularga masalan worldwide ulab bo'lgan.
Şu aşta bir arzular battı. Şu kep kalsam bu rock and roll geldi ki şu tunç günü stüdyosu karışık vaxtımızda kirip karasam şu bunun üskünlerimi tayyorlik, bu melik erkek elektronlik müzikten özü ayrım uzuruldu iken tıkışıyorum hatta. Ben bunu künle şu rock and roll'lamayım. Damak şey öyle. Şu anladın ki ben ideallerimle dedim. Benim müstabir neslenin kılınba futuristik mışal kelgisiga ait. Çünkü bu yerde hazır DJ'ler çıkıvattı da lekin bu DJ'ler veşi çıkıp gitti kelgisi de inak. Çünkü hem bu bek asan iş bu halkı. Bir teknika yoki talant yoki mesela bir musical knowledge talep kılgan bir narsa emas. Saz çalması mı DJ bağlı buldu mesela. Bizim challenge qilmoqchi bo'lganimiz shu vaqtlar shu hozir qilayotgan ishimiz-ku. Biz mushta bir narsalarni qilishimiz kerak desam, sen to'xtab tur, sen mening narslarimni anglab boq deb ishiga elektronlik musiqalarni qo'ydi. Men hayron qoldim. Haqiqatan bir dunyo saviyasiga yetib bo'lgan musiqalarni ishlab o'tibdi ekan shu vaqtning o'zida. Men shuni o'ylayman. Bo'ldi, nima kessin, qanday bo'lsin qilmaymiz ishni oxirida ham cho'qisiga chiqamiz. Bir adam bilan tanishgandan keyin tamamen kichigimdan o'zim arzum, armon bilan ish qilish amroq qilgan bo'lgan amroqchi. Bu mening yana kelib masalan tunch kelgan vaqtida mening bek holim cho'q. Bu meni tunch kelgan vaqtida molay xos keldidan bu men asha uyanib qo'yib qarshida qalsimada xalqni uyanib qo'yib pul tepatganda bunu ko'rib, wow deb bu boshqacha respekt bo'ldi-da. Masalan, Beijingda Uyg'urlarning Mo'g'ullar xalqi uyan qo'yishi orzu, armoni, bir yo'g'on bir ishtamni. Andan keyin ikkinchi qatam buni uyam keldi, buning adresini avat bersam, bu texnik mayron qoldi. Hozir Shanxayning eng o'rtada bu Uyg'ur uyim bermaydi-ku. O da Jengo Gongguan yihao depamni. Gongguan nochida o'tirdim-ku. Bu kiribdan qarasam bu hayajonlam so'zlab degan qildi. Men amroqdan adamga ana ish qilsa ekan deb. Sen so'zlab qilmasan, uni ko'ztaman, men xat qilaman-da. Lekin men bunda qilay, lekin mening bunda men DJ back o'shtimda vaqtida. Bizning butun live musicdan pullarni hammasini ashko'la tepib olgan ekan-ku. Lekin men qolgan muzikantlarni o'ylab turib o'shtimda men olgan. Ular necha yil jaboliq mashq qilmagan. Men giz jurnalgim tillab chiqqan DJ'larni. Naqshi bo'lib pul topadiganlarda ular haqiqat qilib qo'ygan. Ha, masalan, yolg'onchida aniq yolg'onchi nurg'un uzun kapit uchun meni esa qarab turib yolg'onchilik qilyapsan-ku deb. Andan keyin men uchadman chunki endi boshlangan vaqtlar bo'lgandan keyin endi midirlab. Men dedim, okey. Bunu tılsam bikaka men muzika to'g'andan keyin ko'z tutib qo'yaman. Chap ko'z tutib qo'qtaman, tillab qo'qat bo'lmagan ekan, usam solab qo'ydi ekan meni. Bo'ldi, undan buni urib tillab yurmayman, buni qilmay ashta qila, andan keyin to'xtab qarab o'tdasin debchi, men ashtan yetim borchu. Men ma'no deydi, masalan, shu bizning hozirgi shu jo'zdiki ma'nosini Erpon Mardamov bildi, biz 10 yil oldin pul qalaytsam yo'q deyna. Nurg'un texnologiyalar uncha taraqqiy qilmagan. Ben bu zaman deydim, okey, bütün nesli live, hamma nesli live. Dumbuğunun bir tal nimisini tatip, mixer DJ koy, 300 koymaygan, 2 tal CD player'ını koyup, 2 tal kunupkun tutup 2 saat turdukken kutsam heraydım. Biz bir bomba diye çağdı bir 50 bin koy, bomba bir 100 bin euroluk dersini teknik çıkıp tızıplayıp ondan çalıyor dedim çoğu. Ben onda 20 koyla yupayle bu şenfonçuyu çaldığında DJ boğum yok da manım diyendim çoğu. Ben böyle iş kılım olsa ben kılmam. Ben bunu pişirdim degençe, men bir qitimliq bilet ma'u. Menden chiqqan poyizga chiqsam shu oldingilar mansa sakrab olsam, endi amal yo'q. 340 ketib qolgan poyizni sakrasam ulab ketsa, 300 ketsa, keyning yanmaysa, muhabbatni o'ylamaysa, qizvolni o'ylashmaymiz. Bizda birdan-bir nishon qara, Uyg'urning eng nimasini yo'qolsak chiqiramiz. Va dunyoda ulab ketishdan oldida Uyg'ur deb menda necha ming odamni to'lib ulab ketsakmish bo'ldi. Shuni qila olsam men bilan invogan agashgan degan. Mesela şu vaqtida Merdan'a geçken, Muş'a geçken, Küçeylen 10 yılın aldıda Beijing'de düşken bir resmimiz var. 10 yıldan keyin Paris'de düşken bir resmimiz var. Okşaş çıkıp koygan ekanlar. Merdan müzik qilmadan sen. Amma lekin. Mesela bu çıksa ya ürümçilik emas, ya bir başkalık emas deysen, mening nazarimda o ürümçilik, mende dünya, mende devletimiz yok, mening kallamda. Mening kallamdaki Google Map'te emmiye bir da sızıklı yok mening kallamdaki Google Map'te. Milletning de mende rang yok, mende hem rang güzel mevcut.
Mening nazarimda quyoshlarni o'chi, yomg'irni o'chi. Men yomg'ir texnik bekrab qolib chiqqan bor desa, quyoshdan uzunlansang, yomg'irdan uzunlashing kerak. Bu yomg'ir yig'ibas bo'lmaydi, quyoshmi chiqish kerak shu olamda. Albatta. Shu masalan biz uchaylar shu vaqtida shu birdan-bir va'damiz mesela hozir chaqchaqning o'rnida deya, masalan biz unda politika emas, masalan Mardana deganimda, ufqam biz vatanimizni olsaqmi, vatanimizga masalan biz qaysi siyosatda mo'ng'digan vatan bo'ladi bu, ha? Sen aramızda yozg'uchi, canım ufqam sen bizdan Uyg'uristonning davlat qonunini yozib chiqadigan bola sen cho'qim sen bo'lsan deb Mardana degan meni bu o'yinimga. Men sana 20 yil vaqt berman degan men shu vaqtidan. 20 yilgacha yozib chiqsam bo'ldi deb. Hamda nimishqa degan chaqda bu dunyo so'rinda bu san'at degan narsa bu kuchli narsa-ku. Bizning ota-bobolarimiz masalan bu gapni boshqa o'zgartib ketib qoldi. Siz savol so'rag'lar bo'ldi. Ota-bobolarimiz keltirib kelayli, emsi non sound müzik e'titonlar Yevropa chiqib qurilgandan tartibda jarayonni azroq aytamsiz, ya'ni gruppining tarixini so'zlarlar. Uluşup ameliyatda biz Şanghay'da vaqtlam qurilgan bir hesapçı. Ondan keyin şu 2015 yangi yil bo'ldi, 1-ayning 1-kuni. Shu vaqtida qo'ygan tunji maydon o'yinimiz bo'ldi, shu bir 5-tuzluq mehmonxonada katamman. Ondan keyin bu art mixni qildik. Hasan shu chiqib ketishni tanladi, Hasan Ispaniyaga chiqib ketdi. Ondan keyin men u vaqtda pasport olamagan vaqtlarimda 2 yil bo'lib ketgandi, men chet elga chiqmay pasport olaman deb ololmaychu. Eng oxirida men umidni uzib bo'ldim, Mishad o'xshaydi o'yinlar rizqim bo'ldim shu. Mishad yashab bitib ketgan o'xshamaydigan vaqtimda chiqdi, 2016-yilda 1 yil keyin. Hasan chiqib ketdi. Shu applam shu men bu Yaponga chiqdim. Ondan keyin bu orliqda ishga bir yerda emasda. Lekin ideya bir yerda, niyatda bir yerda, faqat ishga fizikalik bir yerda emas. Biz fizikalik bir yerda bo'lmasaqmi davomlashtirdik. Torlarda praktiklarni qilib beliq biz ishiltib bakmagan application yo'q torda bir hesab. Maydonda billa torda tang vaqtida muzik shag'uldigan. Practice qilgan mesela Merdamni biladi, mesela Merdamni baktık, bikalıqni qilib hardware ketilganligini sinab baktık. Ishqilib ma'zirma yarışarda ishqib keşf qilgan. Ashlar yasab chiqqan, yezib chiqqan har qanday mana nahmaydan practice qilgan programni hammani ishlatdik-da. En ahırda Jamboree mi? Jammer deb bir so'da, shu sal yaxshiroq bo'ldi. Bu chap bo'lgan muzika 4 udardan keyin menga keldi-da. Men chalgan narsani 4 udardan keyin bunga qaradi. Ashta bo'lsinmi? Bo'ldi fikrim. Sen aşı meni hamma muzikamni 4 qitimdan keyin chaldi deb o'ylayman. 4 qitimdan keyin chaldi deb o'ylaydi deb. Shu chaldi. Bu 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, bu Yevropaga kelgan narsa mesela bunu sözüşümüz kerakligini yapganmiz. Sen biz bir yakında asan kemmidik deysan. Şu mesela o Yapondagi vaqtida mesela dunyoda nurg'un odamlar bor, mesela o mening qiyinchilik, men hayotim andoq men Afrika, esa Afrikada eng qiyinchilik yer qilsam, sen o'zingni döldida. Sen ota-onangning yinida. Bunda o'zingning qarindoshlari qilsang, gapini so'zlasang, tushundigan odamlarning orasida. Hem de bir qiyinchilik desimi bizdek müşta Xitoyning bisimida tug'ilgan kallimizda kichigimizni yuvishga aram turgan men o'ylayman maktabga bormay kelman, thanks God. Ma bizning Uyg'urni o'zgartimiz, juyimiz, o'ttirimiz chiqib yo'qlam qilsak, chiqib bir oqshomda portlatib olsak, deb bo'lmaydi ekan. Ma dunyo qarab turdi ekan, o'ldirmay o'ttirdi degan ashundoq yerdan chiqib bizda bu pasport, bizdan ko'tarib olganimiz bir Oysharning yoki Marisning pasporti emas, ya'ni Xitoyning pasporti bor. Mesela şu Irpan'a Yevropaga kelish shunchalik tez bo'lib ketdi, lekin shu Xitoyning pasporti bo'lg'achdan. Biz en ahırda hammadan voz kechdik, Mardon Isonov bag'ovkama. Ufkan bo'ldi, hammamidan voz kechirib biz pasportsiz, kinishkisiz, yechtimisiz yashaydi. Mana bizga yordam qilgan narsa muzika. Ota-bobolarimizning qilgan tutgan yo'lini tutib ma'lifkan. Biz dünyada eğer bir adam sorun tuzab qolib qolsa, Uyg'ur sahibxon bo'ladigan adam aslida. Shunlashqa bizning og'zingda dadisan 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'urlarimiz usul o'ynaydi. Buning ma'nosi nima? Usul o'ynagan odamning bunda
psikisi, ideyisi, ahlaklı, güzel diyen adamlar. Ma bir adamın kallısıda gam, qosak, aş, turmuş načar adamından deydi. En kıskısı bizim şu duttan yasığı adamın da kısı öteyemeyege. Aş duttan yasaydığı adamı mesela kim icatlamız mesela bize hazır geçişmi yok palançası deyip yok. Mesela bu Avrupalılar bize müzika deydi. Onun tarihini sürüşüp gelsek ara 6-700 yıl. Olumunda müzikçilik zıtta çağır aram ve 6-700 yıl. 1000 yıl mı değil? 2000 yıl mı değil? 3000 yıl mı değil? Ma bizden Uygurlarımız 5000 yıldan aldılar mı da? Bu bir milletning usul oynab, naqsh aytib, dutta çağırdak, hali keldi deganning ma'nosi masalan hozir butun dunyodagi masalan prezidentlar butun masalan odamlar hozir nimaga tirishyapti? Ash high level, ashu yuqori tipi. Qachonmi biz mu ashu qo'saqda g'amsiz usul o'ynab naqsh aytqidek bo'lamiz deb. Mana bizning ota-bobolarimiz shu vaqtida bir odam qo'pib masalan Merdan deydi. Masalan Merdan va Hasan, Erpan, Odil mening kallamı bir ishga o'tadi. O uchmi darixini kesib, o qilib qilsam, o qo'yning uchini qilib qurt tar qilsam, ikki tomni bossam, padini qilsam, unda chasaq, usul o'ynasanglar xo'sh o'saq degan gapcho. Mush achgapni degan vaqtida biz "Ma so'rangmi, kesib, nima deyapsiz bu? Ma'ni o'zi tuvan darajalik jamiyat deymiz-ku buni. Axlat jamiyat deymiz. Ma ideyachilmagan. Bu Merdan degan chaqda men voy Merdan yaxshi o'ylabsa, yine sana nima lozim ma? Uchim darixini kesamda, undan so'ng sen tutib turg'in, men pal tutmab, ma paltini chiqay. Men kesish biray. Ma voy meni bir qo'yan bati o'lay deb qolgandim. Men hozirlan bo'g'izlay, uchini at aptab kesib qo'yay. Ma'no ma'nosi share deymiz. Ma'no ma'nosi peace deymiz. Ma'no ma'nosi love deymiz. Am aş adamning muzikachasi chiqib usul o'ynaydi degan adamning ma'nosi qaramasdan biz hozirning o'zidim adamlar tirishyapti qo'saq bilan tomoq bilan turmushga. Bizning ash vaqtida bir adamning qo'sqitoq Adil mandalida ya. Ash davrda masalan sizning, mening, Erpanning hammamizning qo'saq to'q qilg'ili qat'iy ish yo'q. Zodi qilg'ili ish qolmagan vaqtida ma usul o'ynayli, dutta yasay, challi desa quloq qo'shaqdi. Bu qo'saq osh tonglab pistirib o'tirib bunda o'taganda Merdan mo'g'ul vallahi men tutdim buraya usul o'ynayli tayoq yeydi o. Kun bütümüz mamakallarni ketsa mal seni yeydi debmichu. Bu açlık degan ashda bo'ldi. Bu bayliq degan pul o'slam emas, ro'yi bayliq, eng cho'ng bayliq deydi-ku masalan hozirmi. Mana bizning ota-bobolarimiz shu eng cho'ng ro'yi bayliqqa san'at orqali chiqqan. Xo'sh, rahmat. Shuning bilan Erpan chiqqan Yaponiyadan Yevropaga kelish to'g'risida bu gap chiqib qoldi. Demak, Japon xil tartibsiz Erpan shundami? Hasanning hozir menga tushuntirganiga qaraganda xil Japon tartibsiz. Chunki Yaponga berishdagi eng cho'ng maqsadim ya'ni muzikada. Chunki bu butun dunyoda biz ishlatayotgan uskun olamda bir narsa bu Yaponlar 60-yillar ishlab bo'lgan. Əməlik bularlıq bu community-lik jamiyat şəkillenib bolğançı men muzikantlarning, artistlarning jamiyat hammadan birisi respect qildigan ideyasini, san'at ideyasini tushundigan birisini. Shu badim hayron qoldim, o'zimning hech narsani bilmaydiganligimni his qildim. Ilgarilik men o'zim muzika qildim, uni qildim. Poqtanligini his qildim-da vaqtida Yaponga chiqib qolgandan keyin. Ondan keyin okey, men yana ham shu yashlikni tortib qayta o'rganmasam bo'lmaydi-ku hamma narsani dedim. Onun men 2-3 yil vaqt ketdi. Meni sekund da vaqtida uni yapon tilini o'rganib, o'qishni tashladim vaqtida maktabga masalan bormay shu kunni qilgan narsam mushu muzika, mushu kunda shu telefonda, biz kunda telefonda biz shu uskun to'g'ri paramiz. Eng oxiri shu chidamay bir kuni Merdan sami vaskeş, memi vaskeçe, sami vaskeç bizni qutquzdigan bir narsa va uning ismi muzika. Biz muzikalar çalsak, bizning niyatimiz durust, bizning niyatimiz cho'ng. Buni universe anglaydi, bizga universe yordam qiladi, muzika yordam qiladi dedim. Erpan shu bir axşamdilam shu Yaponda butun narsalarni yig'ishtirib, Jungoning pasporti nega boradi, shu yerga boradigan bo'lib. Biz eng oxirida o'ylasak shu Cyprus demdik. Cyprus'un 20 Avrupa, 20 Türkiye'de.
Men ikki tarafiga o'talayman-da, bular Türk tarafiga olsunmu kilalaydiganda biz faqat olsunmu bir-birimizni ko'ralaymiz-da. Men dedim, dunyoning har qanday yeri olsun mayli dedim-chu. Bu ufkan bizning muzikani yaxshi chalamisak, biz New Yorkda yazsaqmi bekor. Shu. Bizni undaq Marisga chiqib qo'ysinmi bekor. Biz o'zimizning muzika orqali o'zimizning kuchini undaq haq ko'rsatishimiz kerak edi. Bandagayimizga muzika apardı dedik shu. 3 yildan keyin shu aralıqda shu biz bir-birimizni ko'rmagan 3 yil bo'lgan vaqtida eng oxirida Erpan ortdan o'tirib, poyezd o'tirib, Merdan bilan ko'rishib, Abduz o'tirib, taksi o'tirib, yana poyezd o'tirib, paraxod o'tirib. Men Sipros keldim ha. Jiraqdan kavatıda ko'zlarimdan yoshlar eqiyotida, jiraqdan ko'ryapman cho'ng paraxodni. Men mashinani to'xtatib qo'yib, butun hamma narsani tayyorlab bo'ldi xo'sh qildigan. Mashinada saqlab o'tirdim, paraxod kavatıda bosh qiz chiqdi. Bu Turkiyaning saqchilari pullam deydi ekan. Voy bu nimmasan ola deb bergan pulni hammani berib, biz uchun bir-birimiz bilan ko'rish muhimda. Shu Merdan uchaylar shokka oxiri Jungodan ayrılıp 3 yıldan keyin üçeylen birga keldik. Siprosda. Cyprus'tan Türk tarafida. Kıbrıs. Aha. Biz Jungoda japat atdik deb shu pullarimizni hajlab, mashinani haydab japat atgandik. Bütün aranlı çöglep maşını haydab. En kıymetli dağçılığını zo'lab başa. En notsunu kırmızı dağçı görepmiş kusat maşını haydab. Şu ma bombaydigan ma'no so'zdigan ko'lchik kichikken deb. Biz japat atgan balla bo'lgan degan o'ylab boqinglarda tushuninglar. Biz Didar g'animatga bir aram bir ko'rishganda. degan ustun igiz bo'lish kerak. Biz cho'qim tepinimi ta'min etib chiqishimiz, tiginimi ta'min etib chiqishimiz kerak-da. Bu bo'ldi, bu keldik. 3 gün oldu. 3. günden biz aş Türk tarafından bir Angliyadan aşkan bir yerden bizge konser çıkıp kaldı da. Men şu yerda Erpan Merdan bizden birinci parça resimimizni tattı. Buna tatkan resimini biz azraq saykedelik kıldık. Hazırda bizden logomuz mandan salınmış. Kimizden dünümüzde qilib turgan bir resim var. Ay Cyprus'ta Merdan tatkan resim. Aşağı günü tuzduq, 3. günü bir konsert çaldık. Nansam şu günü qaytadan Avrupa'da Kurulup koygan tuncu oyunumuz. Anandan keyin Şu çağda Nansam degan ism şu çağda qo'yilganmi yoki uning onun aldılar bizga Merdan qo'yib bergan olsun. Ha, şu bayi şu savolning oxirini chiqmay qoldi. Nima uchun Nansam? Birinchidan biz beshida o'ylagan vaqtimizda bizni hech kim bilmaydi ekan dedik. Biz Merdan Erpan Küçelen biz fakat olmuşumu Jungo Türkçe kalımız uçup ballaçı. Ben fakat olmuşumu Şanghay'da olan çeterlikler bilen etrafımdaki environment yaxşıçı hamni. Bu en ahırda çıkıp gelsek bizden fakatmış 300 yıl urpulat kalmıştı. Hiçimiz bilmeyken biz fakat biz tanımaydık lan dedikçe biz başlaylar. Shuning uchun bu birinchi omil. Chaqchaq gap chiqib, anandan Erpan dedimi, menda da fikrim shu. Yerliganidan degan narsani o'chirasidan men bilsamda boshqalar. Chaqchaq qilishib nan dedi. Anan degan to'xtab turan non unsiz bo'ldi. Non sangma, hech kim tonimaydigan, hech kim yo'qning ovozi debchi. Biz maqsad shu-da. Aha. Erken beşide Merdan'ın kurgununda hem de koygununda naün de koygantı. Ben hem de ünsüz de oldu hem de bunu buludu hem de ma ünsüz digini bek hem de tilge yaxşırak. Ben avazsız deb tarjima qildim buni. Ben asli şu g'ayib ovoz yoki yo'qlikning ovozi, yo'qlikning uni deb degan ma'noda qo'ygandigan boshdan. Lekin keyin Erkin Asiya bilan Uyg'ur ikkilanlar ovozsiz, unsiz deb chiqib. Misha birlik evetlardan unsiz deb oldikmi oxirida? Menimcha siz emas, eng to'g'risi menimcha anglanmaganlar bo'lsa to'g'riroq to'g'ri keldi. Ya'ni sound, non sound anglanmaganlar. Misha men bir gap kelyapti. Ma u Fransiya agentligininki bulturqi ziyoratida nima uchun shu unsizniki shu chaqda ovozsizlarning ovozi fransuzcha Avazsızlarning ovozi degan bir titlni qo'yib, shu chaqda Fransiya agentligida xabar bergan. Shu chaqda Hasan sizning deganingiz qo'y, millatimni hozir hech kim tonimaydi. Millatimning ovozini hozir hech kim anglamaydi. Xalqaradan ovoz yo'q. Shuning uchun biz buni tanladik deb. Endi hozir buning keyinda yana siz hozir menga tushuntirgan yana ikki xil omil bor.
Demek bu bek yaxşı tanlangan simke. Muşu arqılıqma biz Uyg'urlarning bir ovozini anglatgan bir nima bor-da bu yerda. Xudo desam, Adil, bizning bu planligi biz qattiq o'ylanib, bizning hozirgi yetmoqchi bo'lgan har bir bosqichni Mardandan so'rasangiz deb berdi. Masalan, men 10 yilning oldida Mardanning shu kichik yatiqida biz uchaydan shunda o'tirib turib, har bir qildigan ishlarni biz va'dagan uchaylar. Biz Biz aynı üçeyden vaqtda Merdan, Hasan, İrfan biz üç oğlanlar mana Afgan biz. Üçümüz üçeyden bir aileden emas, bir kandan emas. Biz ma dünyaya Uygurlarımızı gösterimiz. Allah'ın dağçılıktan kançılık uzun bulduk. Akıfku dağçılıktan, birleşkenlikten, ma hakiki Uygur diyen gapning özünü düşengenlikten, Uygur diyen gap biz birlikte diyen gapken biz üçeyden bolsumu birlikli. Muşlar kırmızıdan muşu merdan bildi biz muşu fukam biz çukum çeterler çıkımız. Ben en kıskısı manda desem Adil aş 10 yıl aldımış ballak çakçak tekten bizden bir manager buldu küzenek takaydıgan bizden bir bokur buldu mandak dep men tasvirlaga edem biraz aşlar keldi jo. Mesela ahirki kıyınçılıklarını de bunu bu halkımız bilmese bulmaydı da. Cyprus köreştik. Әмия buraya geldi bizden yani kinişkimiz yok. Menden başka hiç kaysın kinişkisi yok. Okey? Mellam kanunlu. Bunun kulu cungola pasport var. Üçüncü günü Cyprus küçük tava. Tele diye muşunda buludu onu ma bizden İrfan ağinimiz. Benim inim hem tukulum hem kesipteşim. Ağince hem ağinem demdik. Mesela üçüncü güne Merdan İrfan şeyler maşinaydı. Hem Cyprus'tan Nikosya şehrinin çigirisi var çoğum. Türk taraftan Gırk taraf götürdüğün. Gırk taraf İslam Avrupa'da hem o Euro hacdaydı. Nurgun adamlar tizilip turtken toq Merdan bilen benim fakatlan maksat bir sınap bekişte uyada. İrfan'ı fukam sen pasportunu kulağını tutup hiç qanday iş yüzmegendik. Mımpakın ötküzümüz qaytib kelsen buldu dedim çoğu. Lekin Google'da izledik ki Gretsiyanın aşağıda yılda 10 milyon adamın içinden birisi ötep kılıp işte aldıraş vakti ötep kılıp kaldı genço. Demek 10 milyondan bir çıkıp kaldı da. Bu hikaye şu zaman özgetti. Ma biz zaman kino aslında Türk taraftaki kino diye hemen verdi parçalarından. O çağda benim hayalim hem de ma Greek tarafta da. Allah de bu qarsam mağanti ötep ketdi. Bu qarsam 20 da hiçbir qaytib kelmeydi. O bu ötep ketgan oxşamamda birden qarsam yarım saatdan keyin hayalim telefon qilibdi. İrfan Greek taraftaki maydanlarda, McDonald'da aşağıda otağa oturuptu. Neydi o? Merdan'a dedim, sen o pasportunu, sen mi ötep bak dedim de. Merdan ötem dedi. Hem de bu birisi Greek tarafta, birisi Türk tarafta da hem de bu yerden qattiq o'ylashmasak olmaydi da. Pul munchik jih yo'q bizda. Pulni bölüşüp, Merdan ozroq pul berib, fukam sen Greek tarafga berib baqqan Irfanning tunji qitim kelishi. Aşağı bir ötüp baqqan bir ish bo'ladi dedik. Shu ash tarafga mashina haydab o'tib bilan 2 soatdan keyin biz Cyprusda bir yerda yana bir konsert chalgan bo'ldik da. O konsertni çalmay turib Cyprus'tan Greek taraftaki Nikosyanın hani hammadan bildiğin bir klub var ekan, Square Club'da. O klubdan lobini bizga telefon qilib bizni kelyapti deb juma kuniga book qilib aytishdi. Ularning bizdan unda viza bu kim unda hech kimni bilmaydi. Voy xudoyim bu endi bu hikoya o'zgarib ketdi-da. Okey, faqat biz davomli muzikamizni chaldik, Arliqda Merdanni 3 kun tashlab qo'ydik, endi yolg'iz bechoram japatatdi. Yani şu gün uyanlığını koyduk bir hafta müddet artık karsak Merdan Türk tarafta da boş gelen eğer bu aş tarafta başlıyorsa eğer buradan işten alkıl buldu da vay Xudayım qanday qilamiz deb oxiri biz qarindosh bo'lgan ekan bizga yana pasport vizadan qarindosh muhim bo'ldi. Mana afkam sen bir qitim kiribsa taliyola Yevropaga. Çoqum yana bir kirimiz Yevropaga deb Türkiye qaytib ketdinglar. Mashinayla bunu yana haydab chiqib. Türkiye qaytib ketdinglar. Ispaniyaga kelmasam bo'lmaydigan bir ish bo'lib qoldi hayolim bilan.
Allah deb şu Türk tarafdaki ötdük bir otelni kirib şu en yukarı qavatida şani bir aylık pulni to'ldikçu. Ben bu işi dedim. Fukam onu aldı ben bu İspanya'da dükkanlarını takap, ofislerini takap. Hem nesne vaz geçip bağan emas mı? Hem Aralık'ta İspanya'nın hükümeti benim ayalımni basa kiriş gerek de bir xat gap kaldı da. Kabul qildi. Kubul kıldı da Allah vay Xudayım ya bu bir ay burun emas ya 3 ay burun emas. Hemmimiz saklap hemmimiz nesne vaz geçken çağda çıkıdığan gapta haber. Şu Merdam bilan Erpan chiqsa bir otelning ichida bir ay yatdi. Men basa qaytib kelib, ishlarni bijirib, bir aydan keyin yana qaytib berib, bu bombag'ida fukam Jungo pasportini nega aqsuyak barli dedim. Merdam topdi, Serbiyaga basak bo'ldi ekan dedi. Hem Yevropaga yaqin hem muzik. Hem Yevropaga yaqin Asiyaga barli dedik. Men bütün uskunlarni yana besib basa qaytib keldim. Erpan bilan Merdam ikkisi Serbiyaga mangdi. Anandan keyin mesela mening bu ko'k pasportimni Serbiya qabul qilmaydi ekan-chu. Kirgil bo'lmaydi. O Serbiya ya European yo'q, hech kim yo'q ekan-chu davlat. Mening yana Jungo pasportim bor-chu. Mening ishim birini tatib olmaganda. Şu amaliyotda ishlatsam bo'lmaydigan Jungo pasportini ishlatib jonni tikib qo'yib bordim. Xitoyning saqchilari var ekan Serbiyada. 3 ay berib, bu 3 ay jarayonida Erpal bilan biz hajlamagan pulni qamida bularni Yevropaga kirgizimiz deb har xil usullar nurg'un odamlar qo'yib baqdi, aldab baqdi, bo'za qilib baqdi. Bichara Merdam bilan Erpal chiqsa, xil jafolarni tatdi, chegirda harbiylar saqchini tutib oldi. Necha kun osh qoldi bicharamda. Talolida qoldi. Hech qanday Uyg'ur yordam qilmadi. Hech qanday inson yordam qilmadi. O ishlarni qilmay lekin Barselonadan yana men telefon qilib, "Merdan afkama. Men yana uskunlarni opirib Serbiyaga borib afkam. Biz yana muzik chalamiz, biz cho'qim muzik qutqizdi" dedim. Serbiyaga bordik. Muzik orqali o'zimning aytgan dejavu degan naqsham orqali shunama Merdan Serbiyada o'ynashmaydan dejavu deb nurg'un Serbiyada turish jarayonidami ashada konsertlarni o'tkazdinglarmi o'chada? Serbiyada uskunlarni opirib men aslida borsam bo'lmaydi. Mening elim Jungo pasportim bo'lg'ashqa Hungariyaga berib, Hungariyadan ko'k pasport bilan chiqib, Serbiyaga Jungo pasport bilan kirib, har bir kirganimda 30 kun tura olayman. Aşındaq bir ishni qilib, ayolim Barselonada, men ayada bu tatmagan jafo qamirida ayolimning nurg'un jafolarni tatdi. Bizni yana muzik qutqizdi dedim. Shu butun uskunlar hamma narsani ko'tarib berib, shu tunji kuni men borgan kunimlar ishkinim bilan ko'rishib, bichoramlar degan talolni qilib, jafolarni qilib, sovuqda Serbiyada nurg'un odamlar qo'yib, bo'zaq qilib bu ishkisini. Hemen badem 3 aydan köreştik afkama. Görüşüp yana aksa Judiye'nin en yukarı biz müzik çalımız, bizge edem yok bir kavatlı bergen desek. Judiye'nin basımı kep bizge en yukarı kavatlı berdi. Onun bir aylık pulunu töldük, köreştik, tamak yiyiştik. Talağı çıkılı dedim Merdan ne? Bir talağı çıkılı dedik, şu bir alakır işip, şu bardığa yeren hemisi göre Philip Fisher de bir ağınımızla tanıştık. Serbiyaning International Airline ishlaydigan. Bu ağinimiz bilan tanıştık, müzik orqali qadamlar bilan tanıştık. Biz chiqib Serbiyaning chammagan club, chammagan bar. Biz uchaylan talada tursak, ko'chada ketib qolgan odamlarni to'nig'idak bizib ketdik. Basaqmi Merdan bildi, biz Belgradda, Serbiyada biz nansangni to'nmaydigan odam yo'q, anglab baxmag'ini yo'q. Belgradning yoshlar hammasi to'nib ketdi deylasizlar namda. Bütün hammasi Arlıqlarda jabba tatdı. Uçadım şu hazırkıdak elektronik müzik mi yoki rock aralash o'ynagan mı? Elektronik müzik hazır qilayotgan muzikimizni texmi rivojlantiramiz. Ayolim keldi, bizga bir mashinaning ichida ayolimning rasmlari, biz muzikalar, mashinalarni yetib, ayolimni o'rlashtirgan uylar yetib, Merdan Erpan uchaylan degan bog'chilarni yetib. Ay bog'chi desakmi? Yo'llar yetib, ko'chlar yetib. Shu
bir ikki tal nan yesakmi afkam, shuni alamda biz yuz to'kmaymiz deb. Bağçıda uxlab turib, ətlikə bir klubda uyan qoymayız. Deki elimizdə pulumuz yok. Aşağı Akşam bina yamalar. yeniğiraq barlıydı, klubdan yenideki bir bağçı verip, bir akşam aşağıda uxlab. Az Japarda patlı yadıma. Biz Uyğur, biz özümüzge bir isim qoyub aldıqca, olimpikdə bir American team, this Australian team deb bir debyutanda çıxdıq oğlum. Ben şu vaxtda da bizge ulgu olsun deb, ben bilmem, inlerim japatatdı. Boş qalmaylı deb, bizdige Uyğur debyutdan biz pişak yaxsın ölüp ketmeyimiz, muz yaxsın bizdige işqib çetaydıgan Japonun Honda'daki motordaklan vallahi biz deb şu. Özünlerini Uygur dep turup özünlerine yani yal verin. Araqdım Hem öğrenmeydi, İngilizce'de. zəhərdim öğrenmeydi bizde, hiçdim de öğrenmeydi biz, hemmisini öğretip çıkımız. Biz hiç kimge bozak olmayımız, biz üç akşuka dep. Aşağıdadım nurgun bizim bozak kılımız, uruşumuz, muşişimiz dige yaşta bop gitti bizde. Biz üç akşuka aşağıda aldığı çıkıp, yani bir adamdan tayak yemeği, üç eylen, yani aşlarını koktuk, cepalarını tattık, ağırlarımız şu muzikanla yarap, o muzikat dostumuz biz arkalık başka muzikatlarla tanışıp, 6 aydek vakit öttü, merdanlı bütün Belgrad tanımaydığı adam kalmadı. Biraz. Uzunca çok En ahırda şu aşağıda yerlik ağını vallahi uçurdu, aşağı bizge öylerini bədi, öylerini ekirdi, netçe aylap muşlarını bakbuzdu, muşlar öyünü bədi. Gaga da bir ağını, yani bir Slovadan diye ağını ben bir partide tanışıp, kol verişip, ağını oğan, ağını balıdı. Yeni bir neçi ballı vardı, ben Abduz'u tanışıp kalgan Serbiyalık ballı. Aşağının hemimiz yardım kılıp, müzikimizi anlap, ya pulları olsun, pulları. Uyadımı ballarının turmuşu, onda pek yaşamazken çok Serbiyada. Aşağıdan ne kılalayığından hemmini kılıp bizde kolu değil, bir Uygur kolu mu değil. Bir Uygur yardım kılmadı. Lakin bizden bütün nişan nimo, Uygur'un kuluğu mikrofonunu iliş. Uygur kuluğu mikrofonunu alsa dünya anlaydı. Bu yağmur doğruluklam yakılıyor ama aptap doğruluklam yaksak buludu. Jığlığı adamga hiç kimden yardım kıgısı mükemmeydi ama jığı adamdan kulak hoşakmaydı. Bu sen jığla ve sen xudu bir Avrupa ile Amerika eti bir Cungo'nun hemmini partili tutan vatan nepirdiğinde iş kılıp gelsen deyme. Bu kolonize qotqan sen olmasan seni kolonize qot iş kızıl olsam eğer eyleyem ben başka planette maya kegen soççu bolsam ma yer şardan onda enzi qarab baxsam ma Uygurluq yani 2000 yıl var. Onun aldıdaki devletlerin hazır oylap bakma Avrupa demokrasiya degan devletlerin bisvagan devletleri azma oylap bakanlar. Hem devlet kowa sözün legacy'sini sözleydi. Biz şu özümüzün legacy'sini sözleş gerek. Mesela biz Uygurluğumuz mesela Erpan'daki bizdek adamlar mesela biz artısıp tuğulup kaldık. Bunu bu Uygurluğumuz itiraf kılış gerek. Meyli ben Mongolluq tuğulay, Xitay yok tuğulay, meyli çoşkop tuğulay, eğer çoşkop, tunguz, işekop tuğulsak maç, işeklerin arasında çokum sanatçı işek oluşumuz gerektiğine biz. Yani amal yok. Ama bizdeki kan eqiyotgan, biz carry qilib, biz so'rab kelayotgan, biz bildigan, men bildigan narsani men bilmagan. Men ota bo'ldirimdan qoldirib qo'ygan shuni ishini qilyapman. Men bir nima ijod qilmadim bu yerda. Mesela shunda japalarni tatdiq, eng güzel yerini deb beradilar. Muzikamiz orqali yosh bolalarning e'tirofiga erishdik Serbiyada. En ahirda shu bizning Phil Fisher degan og'inimiz xizmatidan istifa berib, bizning Erpanni Fransiyaga yo'lga soldi. International Serbiyadan Amerika uçadigan, Airlandda ishlaydigan hamni Airstat'imiz hamni flight tender demdik. İşte bir baliti shundoq kelishgan. Mushuni qo'ldan tutib, amaliyotda viz yo'q odamlarga bilet chiqib bas bo'lmaydi emasmi? Shu do'stimni bilet chiqib berib, eng oxirida shu muzika orqali Fransiya kavaldi. Bu Fransiya kelib korona ishlar bo'ldi. Bir Yana bir yakilanmadik. Biz o'tgan 5 ayning 24'i. Ana şu bütün şu baskan bütün japalar tügep emnima haqiqiy ma Avrupa kirli mesela şu bütün jarayonlarda mesela biz 50 meydanda uyan qo'yib boldik Cyprus, Greece, Bosniya, Maya deb cho'shib şu Yugoslaviya tarafından. Şu o'tgan yili Erpan 3-oyda keldi. Biz bir ay dam oldik. Bir ay mundashdik, paranglashdik.
Bir aydan keyin mana haqiqiy nansangni ham qo'zg'atiladi deb to'rbetimizni ochdik. Tunji muzikalarimizni chiqardik. Ham hozir bizmi o'zimizni qo'shal, masalan bizmi analiz barcha telefonlarimizda. Biz o'tganda tabrik qildik. Hamda 5-ayning 24 bir yil ichida biz 12 tal o'zimiz shaxsiy muzika chiqaribdik. 4 tal muzikani hamda tunji, hamda hisobda sizlarni hamda biz hisobda Uyg'urning tunji va Yevropadagi Kavkayda masalan bir official bir record labelning hamda biz chiqarganimiz ashlab pul to'lab chiqargan bu mangulik copyright bir EP'imiz chiqdi-da. Biz bu EP'imizning ismini tunjisi bo'lgandan keyin uning ismini Tarim deb qo'ydik. Ota-bobolarimiz shu Tarim suyini ichib, shu suv bizga hayotlik bergan bo'lgandan keyin. Uning ichida ham masalan chet elliklarda bir ko'rab bir bo'lsin, azroq bo'lsin bilsin deb musikamizni Qashqar deb yozdik bir musikamizni. Uning ichidagi ishlatgan ritmni bizning Uyg'urimizning o'zimizning mashrab do'lan ritmni chet elliklardagi yo'q, lekin muzik ovoz jihati bo'lsin, eng taraqqiy qilgan, eng yuqori saviyadagi muzika jihatda ishlab chiqdik-da biz. Bu yerden esen aşısının dünyaya yığılalı belki olmaydı, başka tertimiz gösterişimiz gerek diye ben dıktımda şu sen aşı medyalarımı mı başkaçı sözüden o aşını kanda Uygurların kanda kösettin ya şunda kösetken var ya. Mesela ben bunun söz olay ya. Bunu yaxshi endi buni degani masalan bu men kichigimdan tortib masalan men san'at sahnida cho'ng bo'ldim, atrofimdagi nurg'un bilimli odamlar, nurg'un odamlarning bilimli o'zimni san'at orqali menga yaxshi yomonlik ko'rsatgani mening ota-onam emas, balki muzik san'atda menga mening to'g'ri go'zalligini. Masalan biz bu daraxtni daraxt deb ism qo'yib qo'ygan bilan biz uning ismini daraxt deb berdik-da. Mesela bu adamның her bir adamga ko'ringan chaqda men uning yoki haqiqiy daraxt yoki boshqa narsani odamning o'zi his qilish kerak-da. Endi biz bu Uyg'urlarning nimasini qarab bu chet elga chiqqandan keyin qarasam bu butun davlatlarning so'zlaydigani o'zining legacy ekan-ku. Shon sharaf ishlari, soplam go'zal ishlari, anaviki bu go'zal ishlari, shon sharaflari qarasam hech qaysi bu yaqinki 200 yil yuz bergan emas. Hammasi ota-bobolarning qo'yib qo'ygan ekan-da. Mesela ben nurg'un odamlardan bir sorun deyishib qoldim. Qarsam bu gap o'tadi, qarsam hech qaysi o'z to'g'riliq yo dadasi to'g'riliq emas. Qarsam hammasi shu ota-bobolarning Onundan keyin to'xtab tursam, aytsam deydi to'xtatdi. Mening ota-bobom bor deb chiqdim-da eda. Bu mening ota-bobolarim manda ishlab qilgan bu sening ota-bobolaringning ishlarini qarsam saplam adam o'tgan saplam bir tayini var bir jinni o'tirgan ish yo'qka. Mening ota-bobolarim unda 5000 yildan oldida muzik ishlab qilib, Tangriga ishinib, Yunusga ishinib, manda butun inson manda nature bilan birlikka eng yuqori Alloh saviyada yashagan manda necha manda san'at yo'liga beshini qo'l qo'ygan odamlar. Yomonmikan mening ota-bobommi desam jim o'tirib, "Vo buni biz bilmaydiganmiz" deydi. Men hayron qoldim bu dunyoning BBC deydi, bu Geographic deydi, bu yer sharning qirg'an chaqda bizning vatan kelgan otlab ketlamdi uning kamerasi. Ya olup bizden bu yer kelgan chaqlarmış 300 yıllık tarixini bilemdi bu 300 yıllık tarixini oylasak bu dünyanın hem yerde 300 yılın aldığı bir yaxşı yok. O mel Amerika olsun, Avrupa olsun, Afrika olsun 300 yılın aldığı iş kadar bir yüz vergen yaxşı yok da bunun da. Anandikin bu dünyanın göz karşı hazır nemi kendisi Uygurlu Müslüman, anandikin bunu Xitaylı bir sıvagan mandak. En yanıcı hiç kimde bilmeydi. Hiç kim bununla çatığı yok. Ben sözleyeleyim Fransa'ya eğer beni azı bir görüp sizden için Fransa'ya kandadı. Oh, ben ölsem mi yaşamayım ben Fransa'ya nimi diyen tügeçken ya o. Bu nimi diyen meynet, nimi diyen naçar bu edemdir künde uğraya bu. Canıma. Bu yaşayan künde taksiye oturup, aptuz oturup, metro oturup, vay bu toğda bombaydı diyen naçar yerken deyme. Lakin bu hiç kim bunu sözlemeydi de. Hemiden Fransa'ya söylese o. Fransa wine. Romantik. O cheese dese o romantik de. Bu romantik degan şehir görüp ko'chadagi bir qiz oldi, "Hey, wow, you are so beautiful" desang saq tutib oldi ekan, o'ylab baq. Endi buni qanday o'ylaysa, bizning ota-bobolarimiz var, bizning bu 300 yildan oldi bu Xitoy kelgan. Bu Xitoy bitti, Xitoy o'g'ildi 100 yil oldi, hey. Bu hamma bir kitob o'qisang, tarix o'qisang, can you be deep? Masalan, biz muzika to'g'anligincha adil. Masalan, shu trans musical degan bütün medialar bizni birinchi so'raydigini, Musoni so'raydigancha. Men dedim bu, hey,
Bu sualni so'raydigansiz, men sana depesem sen yordam qilmasan, sen hech nima qilmasan onunla. Ben bu davat qilib ya, men demisem bizning adamlar davat qilib 30-40 yil oldu bu ishni. Bu seni Uygur'unu bilemdik desem, senin köz aldığında, senin kallağında, Google'da Uygur degen neyse, aşı dopladın bir deyip, ettiğine Allahu Ekber daplam 300 yılın aldı asmandan top küdüçüp kalgan bir milletteklem göründük sana. Bu dindigen adamın erkinliği, mesela bizim Uygurlarımız en bir şeyde deyse, bu İslam'dan aldığı mı dinimiz var adamını tutsak, bu İslam, bu Jesus toğuluşundan aldığı mı biz yaşa halka adamını tutsak. Biz demiş ki o doğruluk sözlemeyimiz, demiş ki ulanın gipini bilmeyimiz. Şunu alamda demiş ki ulanın tarihini düşünmeyimiz. Mesela en kıskısı bizim Uygurlarımız mı bilmeydikken de bu konunun yerin hukuka yeri hazır. Bu bizim Uygurlarımızın o bildiğin tarihimiz şu aşı sanaklıklam, aşı hemmisi şu Arap'ın İslam dini kirgendin keyin, ya ki falançı bir din kirgendin keyin. Ey, bizim Uygurlarımız onun aldı da Tangrizm, Şamanizm, onun aldı da kılgan mesela hazır örüp adet deyimiz. Bu hazır örüp adet desek bu Uygurlarımızın bildiğin örüp adetleri mi o? Şu İslam dinindeki örüp adet. Bu sınıf örüp adetten emez. O degen dünyavi örüp adet. Her kandak İslam mesela Müslümanın kıldığı adetlerini sen benim milletimden örüp adeti desen bulmaydı. Malaysiyalık mı Müslüman? Lekin Malaysiyalıkның özlerinin atıboğullarından kapkagan özünün kaydı yusun, özünün yaşaş usulü, özünün yaşaş prinsipi ma Araplik bilen qat'iy munosabatsiz din bir bo'lgan bilan shuni olamda. Anan diken yomg'ir bilan kun dedim qo'y merdan. Hemen shuni demoqchi o'g'lim, biz ko'pligan turda mesela bu medialarda bütün hammadan so'zlayotgani bo'layotgan nacharlik. Okey, bu nacharlikni bilding. Hech kim ishni qilmadi. Okey, sen tushunib baqqin. Sen bana yardım qilishdan avval meni bilib baqqin. Okey, men hozir yig'ildim. Okey, Adil mesela aldın keldim, bu yig'ildim. Meni birisi urib oldi, bu yerni tortib oldi, men yardım qil dedim. Sen de o'ylaysan bu inson bunu üstüne olan. Okey. Yordamni qilaysan, sen qandaroq odamsan? Kim o sen? Right? Sen arzimamsa. Mani so'zlamamdi. Bu bütün dünya hemsi özünün erziydiğin nersini bibaha göher qilib tizib bikatomay so'zlaydi ekan. Biz özümüzden aşırıqa xuda aptab chiqsalam bo'ldi, yomg'irning gapini hech kim demaydi ekanda bu yerda. Anan ekan yomg'ir chiqsa aptabning gapini hech kim demaydi ekanda bu yerda. Mesela biz medialarni oldida dedik, sana maqsadlar nima deydi? Bu tova men bir kichigimdan cho'ng o'rganib, dapchilib, musikat mening orzuyim musikat bo'lgan, men bir san'at mayli men dedim ku, har qanday millatdan tug'ilib qoldi, biz faqat bir artist-ku bir. Afrikalıkның Ghana degan davlat en küçük mesela Vietnam'dan mı özünün süperstarları var, artistleri var. Ben bir Uygurumdan hem de bir musikat artist olup kap sen benden hem de bu sualını sorsan ben kimden sorayım o sualını? Benim məqsədim nima? Benim məqsədim bütün dünyanın bizden Uygurundan qançılıq mimandos. Xodama Fransiya desek, wine, this cheese, this şu. Benim xalqımın qulqida Uygur dese va dünyanın en iyi yeri, bunun köz degen şunda, kemre, köz qarı degen şunda, çoğ, bu degen bunda tağ, igiz, yoğun nəsəni köp çoğ olğan. Bunu da qat'i uruş, biz bir tarixdə Uygur Kongres, ya ki bir Uygur Invasion, Uygur Colonization. Bunda bir nəsəni anlap baxmağan, bunu müzik hesab diken toxtabdı bu müzik çağı adam, eskiden müzik hesab çıqandı, ya ki biz hazır mesela bu Amerika en noçu Singapur en allık seviyede dağıtımız, biz bir Amerika'nın ya bir Singapur'un tutayasını görüp bakmadık. Adamlar yani kündü muşişidiken, kündü uruşidiken. Ama bizim adamlarımız uruşmagan bir komünitenin neçimojana oldu kurpoptiken. Mesela hazır mında qarsam, bütün dünyanın yetmekçi olan nişanı bizden 5 yılın aldık Uygurlarımız yetip olan nişanken de aslında peace, love, birbirini kollaş, birbirini muhabbetlik, share kıldığın aş turmuşqa erişkende hazır bütün dünyanın bizden uruşu vaktimiz olsun, ügün vaktimiz olsun, intildiğimiz nemiken şu bizim atıboğullarımız allı burun kurulup boğan bir işkende biz bunu çokum sözüşümüz gerek. Bu sını dünya tarihi qarab bakanda bir qaysi millet men bir mening ota-bobom vahşi yaman, mening ota-bobom raketa yasab oyga chiqqan dedim. San'at yo'li dedim. Bir milletning san'at yo'liga qadam qo'ydi deganning ma'nosi bu halliq turmush insonning manda taraqqiyoti degan gap. Endi bizning bu Uyg'urlarimiz necha ming yilning oldida bu san'at yo'liga qadam qo'ydi.
Ma 2000 yılın aldıda ma texli ma Avrupa'dakiler Jesus'a işenme öttürüp jürvatdı qara. Qosq toymatdı. Am I right Adil? Ben degenim to'g'ri mu ya? To'g'ri. Mesela Tamam, ben to'g'ri. tarixni degandek bilmayman vallahi. Men artistlik. Mening nazarimda Uyg'urmi muyum, Xitoymi muyum, Afrikalikmi muyum, cho'shqimi muyum? Men mushu yer sharida mush Xudo yaratgan, mush Xudo yaratgan jin va har qanday bir narsaga men cho'qim mehr muhabbatini berishim kerak. Men artist. Men naqsh etgan vaqtimda, kuylagan vaqtimda Uyg'urning ham azobini aytmayman. İnsanning azobini aytaman. İnsanning xo'shalligini so'zlayman. Endi hozirgi bu davrda mana u fursat yo'qkanda, bu hamma odamlar siziq tortib, bo'lgunchilik qilib, hammamiz o'zini nochi, hammadan o'zini maqtaydi ekan. Endi men bu san'atchi bo'lish suhbatim bilan bu ahvol qarab baksam, bu butun odamning nazarida bildig'ini bizning Uyg'urlarning shu nachar ishlarini bulayotgan hozir ishni bildi ekan. Anandan keyin bundan okey. Bu iş bulatdı. Lekin sen bilemsin Uygur'un qanday milletligini, ha? Bunu nemişki bugün kapqalıdı, bunu burun qandatdı, bunun tarixini bilemse, bunu bunda köreplan, bunu bu eski çapanның içinde adam var deymiz o. Bunu sen bunda köreplan, köz gülmaydıgan, onda sırkidi qaçlık qısa olmaydı. Bu Uygur bunda alem edem emez. Bunu degen mındaq adamlar, mındaq tarixi oğa adamlar, faqatlam özünün aq köngüllügidən, miman dostluğudan, niyetinin durustluğudan, bunda yamanlıq bombağaşqa, haqqa öynü tatlısı koygan adamlar biz. Adamның yaxşılığı, Avrupa'da sizlarga o'xshash yaxshi adamning bunda so'rab baq. Yaxshi adamning uçurgan azaplarını, bizning uçurgan azabımız yaxshi adamga o'xshash. Bizga bir adam o'ttirmanda tapan çakasiz, biz polo bilan Samsun aldığa chiqqan. Tügide ma gipem demek çoğunun biz Uygurlarımız meyle bu sanat cihattan bolsun, qanday cihattan bolsun, aş diğerligidek önümüzde mesela men mesela bir yaşagoda çıkıp Uygur degan vaqtim aşlar o da tolga vaqtida men şunda faxrlandim. Bizning ota-bobolarimiz mencha mening kelajak bolalarım go'sh, quldim to'q kelmaydigan, o'zini bilmaydigan, meni tonimaydigan adam bo'lishini deb unda duo qilmadi deb o'ylayman-ku. Mesela bizim ölep kiçken aldı da herkes var benim kilerçek Uygurlarım hem ülese, tügese dememiz var. Yani ata-bobolarımızdan çokum bizgiden kütken nurgun arzu armanları bağ dep oylayma. Bu hayatlıkta hemmimiz bir. Bizden bu yerge kep kılışımız, benim bu erpanın bunda çilişim, benim müzik çilişim bu benim küçüm emez. Bu men talışımız bu benim talışım emez bu. Ben ata-bobolarımın bizden tallığına rahmet. Bizden niyetimizin durust boğallığı üçün. Yani nimişqa degan chaqda endi biz bir kasbning turida emasdan bizga tanakkatchi emas, bizga bir boshqa bir savdogar emas. Yani bu san'at jihatda o'simun necha yuz minglik odamning orasida biz mikrofonni tutib, bizning go'zal narsamizni so'zlayoladigan ash fursatimiz bor. Ikkinchidan mening eng xo'shog'im Yevropada masalan o'tganim shug'ullanishimni siz bilasiz bo'lardi. Bütün müzik atratlarining tagida davlat nomi bor. Men madalida bizdan Yevropaga chiqib, masalan dunyoga chiqib bir Uyg'urning davlat nomiga Uyg'ur deb qo'yganini men ko'rib baxmadim. Bizimkini Uyg'ur deb yozdim, men shundan shunda faxrlandim-da. Hammasi yoshda yozyapti. Hammasi hozir yoshda yozyapti Uyg'ur deb. Nimişqa degan chaqda biz bu East Turkiston degan bu bir davlat. Bu davlat cumhuriyetning ismi. Bu devlet cumhuriyet degan o bir kanun degan gap. Xuddi bir shirkatga o'xshashda, bu shirkat qanday ish qiladi, buning boshlig'i kim o? Buning boshlig'i nimishqa boshliq bo'ldi? Buning siyosati nima? Bizga qanchalik foydasi bor? Biz nimishqa buni qo'llaymiz degandek. Ma Uyg'ur degan bu hammamizga vakillik qiladigan narsa-da bu. Bu Uyg'ur degan hamma narsa qildi. Biz Uyg'ur degan East Turkistonlar emas, hamma narsani qila oladigan bir millat. Masalan, bu jafo tatdiq nurgun işler beşimizden öttü deyimiz bizge yardım kılını başka neyse emez. Yani şu ata-bobolarımızın duası bile ata-bobolarımızın dünyaya kaldırıp koygan mandalı degen çağda yerinin tigini ata-bobolarımız şunda çonkur ko'lab degen, şunda azapla, şunda bisimla arsıdımı, muştondek manga o'xshash bir ishki Uyg'ur bola chiqib so'zlaydigan ekan, şu ata-bobolarımızın baskan mirasi, qaqqan qo'g'izi Qo'ziqqa bundan degan charxi cho'nqur qiyiqtikka men shuni qo'shilatim. Rahmat Hasan, rahmat. Aşı bağlanışda sen jiqroq so'zlab qolgandik. Masalan, sen mayliqi seni fikr medialar
Bütün medialar sizlarni sifatlaganda nihoyatda alohida o'zgacha anglab boqman bir xil hissiyotni berdikan deb shuni deydilar siz. Ondan anglaganlarim shunday gap qildi sizlar bak o'zgacha bu musikanlarning staylisi. Ondan asarim deganda kelqi shamanizmga bog'lab shu bir xil qomandek shu bir energiyalarni koinot bilan birlashib turib bir xil chiqarishlar. Shu muzika alohidliklarga to'g'risida bir so'zlab qolsa qanday o'zimning muzika tartimizga bo'lgan qarshimni so'zlab qo'yay. Chunki bu Hasan bilan ikkimiz o'xshamagan ikki xarakterchi, psixik jihatdan bo'lamdi. Hammalikma texnik muzik jihatdan o'xshashda, masalan, Hasan u chelish jihatga melodiya o chalishga mas'ul. Masalan, men kallish tutadigan masalan texnikalik va yoki abstrakt narsalarga men mas'ulda. Ham bu yerda yana bir qatlam cho'nqir qilib qarasak, Hasan muzikaga, men ovozga mas'ulchi. Ham bu yerda bu muzika ovoz degan narsa ishkini bilyapti. Muzika degan masalan bu insonlar kashf qilgan narsa. Bu bizning insonlarning o'rtaqligiga erishgan bir narsa. Masalan, qanday muzikani insonlar muzika deb qabul qildi. Lekin ovoz degan bu cheksiz narsa, hayvonotlarni anglaydi, hayvonotlarni chiqirdi, tabiatdan chiqadi ovoz, bizdan chiqadi, har qanday ovoz. Ismlarni chiqadi. Ham bu ovoz degan masalan sezgi tarafga qaytib kelsak, masalan, ko'rgan narsa deymiz, tetigan narsa deymiz, turgan narsa deymiz, anglagan narsa deymiz, silgan narsa deymiz bu. Shu sezgilarimizning ichida ham ko'rgan narsadan anglagan narsa bakroq qoldi-ku. Hammalik anglagan narsa qaytlangan vaqtida shu hamon odamni ayni vaqtda, xuddi time travel qilgandek shu vaqtni o'ziga olib boradi. Bu ovozning bir kuch qudrati ham amaliyotda. Anonkin bu narsa odam qaysi millat bo'lishi bilan chatigi yo'q. Quloqli bo'lsa, ovoz ta'sir qildi har qanday bir jonliqqa, inson bo'lamdi yoki hayvon bo'lamdi. Lekin muzika degan masalan bu insonga hissiyot berdi-ku. Qayg'u, xushallik, jasorat degandek, ba'zan jushqun hissiyot degandek har xil hissiyotlarni beradi. Shu bizning bu nansonning konsept dastlab boshlangan vaqtda bizning ideyamiz shuda. Ovozni har qanday bir muhitga olib oladi. Masalan, biz bayatdan deyishgandek tarimni o'ylab turib, taklamakanni o'ylab turib, bir ovozlarni chiqargandan keyin agar ko'zingni yumib anglasang ras o'zing ashiyada bo'lgandek bo'lsang-chi. Lekin muzika bu texnik reprezentchi, bu texnik kichik kategoriyaga kirganlik uchun masalan Uyg'ur muzikasi deb atsak bo'ldi, lekin Uyg'ur ovozi deb unda digil olmaydi, chunki bu ovozga hamma narsaga o'rtaq. Shuningdek bu birikish bizni insonlarni bir muhitga olib boradi, ham shu vaqtda bizning melodiyalik, bizning demoqchi bo'lgan hissiyotimizni muhit bilan hissiyot ikki narsadan birikib ketadi-ku. Bu dastlabda biz bu narsani chelish jarayonida texnik bayqaduq desak bo'ldi. His qilish-chi, his qilish ovoz orqali masalan bir odamning butun bu hayotlikdagi yashash his qilish-ku. Masalan, ovoz orqali tuyg'u his qila olsak, shunda. Ya men bir qistirib qo'yay, meni gaplarim sal qo'pol bo'lsa to'g'ri tushuninglar. Men unda maktabda o'qib, unda rasmiy bilimlik. Maqsad tushunishlik Hasan. Shunday yaxshi so'z bo'ldingiz. Ishlab cho'mg'an, endi men Uyg'urcha. Maqsadingiz intayin yaxshi, intayin ochiq tushunishlik. Rahmat. Lekin men anglag'uvchilar do'stlarimiz bo'lsin, qanday bo'lsin, hech qanday parvoz ko'ngillarda boshqacha ham bo'lsin. Men nurg'un qitim nerdan qolma degan, masalan Uyg'ur uchun o'ylab berma degan, qanday qaysi guruh, qaysi organ, qaysi jamiyatga agishi, qanday bir ashlarlar bir men bir nishonda masalan men ergashtirgan bilim bo'lmasa men nimaga agishiman? Qo'y masalan Erpan meni inim kelib ishkilimizning bir-birimizdan bir nishon bo'lmasa bu ishkilar nima ish qo'yishni bu hozir kerakchi men hozir. Shuna o'xshashda masalan, bizning niyatimiz Uyg'ur uchun, maqsad bir. Bu cho'qim bir yo'l orqali ham bormasak bo'ldi. Har xil yo'l orqali borgan bo'ladi. Cho'qim bir chashqanmi bir tamni o'ritular degan gap bor ekan-ku. Mening yo'lbos bo'g'im yo'q, chashqan bo'g'im bor. Aldırmay ko'lasamma, tigidan ko'lab.
Öyrüldük ayrıldan. Bayit Mesela yap bu sizin media gaplarınızı deymiz, anlap. bizga Ay, hoş. doim bo'lsa bizning postimiz kelyapti hamda shirkatlarimizda bizni shunday qo'llayapti hamda bizni taklif qilayotgan yerlar chiqyapti-ku. Xudoyim bo'lsa hamda bizning maqsad yana 2 yil ichida Yevropadagi butun bir festivallarda bir chap bo'lsak, o'zimizning bir to'rini qilsak, bizmi bir qo'rqmay bir Amerikaga borgan chog'da bir dunyo e'tirof qilgan, masalan bu Uyg'urlarimiz ham emas, bir xalqlar e'tirof qilgan bir san'atkor o'rni aylangan vaqtida mening ovozim, mening makoniyim Uyg'urning makoniyi. Men yetmoqchi bo'lgan nishonimga yetib bo'lgan. Men muzikani yaxshi ko'raman, muzika chala olmayman. Tugidi, mening hikoyam tugidi ana bilan. Hamda Uyg'urning ovozi olmoqchi, shundaqmi maqsadingiz? Men shu Ham bo'lyapsiz. Hamda bu purpose deyotganmiz, hamda uqmadim shu mening bu hayotda tug'ilishimdagi sabab, kichigimdan ashtaq narsani o'rganib, nurg'un yerlarga berib, hammasini o'rlashtirib, mushkun kelib, mush sahnaga chiqib, mush Ertan bilan birlashib, necha ming odamning oldida quchoqlashib, boshlarning ovozini chiqarish. Mushta uqmadim mush taqdirimiz o'xshaydi. Shu hamda bizning maqsadimiz shu o'lgicha shu qanchalik odamning bizning Uyg'urlarimizni, okey. Bulardan mesele bulatudu. Bizni Xitoylar qiynayotidi, o'ttiryotidi, so'layotidi. Please do something. Please do something. That's agar mendan so'rasanglar, all I'm going to say that. Please do something. Or bring me something or lead me. Meni bir başlanglar. Agar bizni bir ish qilmadi deb qolgan bo'lsa, başlanglar bir sanglar men agishay, sizlar bilan o't qilsanglar, o'tqa, suv desanglar, suv tankira qaysanglar başlaysizlar men may. Okey, bu vaziyatni hozir hammalarni tushundik. Hozir biz bo'lsak, Uyg'urimizni bakroq tushuntirdik. Men Uyg'urning nimaligini, kimligini, bu Uyg'ur degan ismning nimishqa kelganini, biz nimishqa Uyg'ur, biz Uyg'ur andaq shaxsiyatchilik qilmaylik. Men Uyg'ur degan ism bizga mansub emas. Bu degan ayni vaqtda nurg'un qabilalar birga kelib, biz urushmaylik, talashmaylik, inoq ittifoq o'tili, community qurili, bir-birimizni o'tamaylik degandan keyin Uyg'ur degan ism chiqqan. Mana bu ben mektepte okumuşsam ben Merdam'dan sordum bu Uygur degen nima degan gap desem biz birlikte degan gap deydi. Endi bu nurg'un odam birga kelib deydigan gapmi yoki bu sizlar o'zinglar o'tiriblar? Mening do'stimizmi biz birlikte qarshi hech kim yo'qda inoda. O'zing nobar kim bilan birlikdasan? Right? Bu hozir onundikin o'ylasam bu Uyg'urlarimiz deydi. Men bunda san'atchi yo'lim bilan men bir mundal deyam. Mayli bizning dinchilarimiz olsun. Hammamizning qalbi qarsam biz millatimizni suyimiz. Mayli kimli bo'lsin, har qanday bir sharqi Uyg'ur bir millati bo'lsa, men ishonamanki, u millatini suymaydi degan gapga men ishonmayman. Uning yuragida Uyg'urga bir muhabbati bor, yo'q desa men bunga tek ishonmayman. Lekin chet elga chiqqan Uyg'urlarni bular birlikda emas, Uyg'ur degan namga tushib ishni qilinmaydi desmani ishini. Men qani bu bizning bu United Uyg'urlar? Xo'sh, Hasan gap zal chichrab ketdi. O'zimizning Uyg'ur bo'lsak demakchi, hammalar Uyg'ur bo'lsa, sizningki boshning oxiri go'zal san'atlarni jiqrab desak. Albatta. Güzel narslarimizni bilgandan keyin, xalqlarning yaxshi ko'rishiga uchirgandan keyin, xalqlarning bizga bo'lgan ko'z qarashimi o'zgaraydi. Yordam qilg'iz kamiga odamning yordam qilg'iz keladi. Qancha biz masalan men mushta yig'lavasam bir kun cho'qimon bilsa yordam qildi deb o'ylayotgan bo'lsakmi, azroq bo'lsinmi, men yig'layapman, mana shu tugagan aslida men mandaq odamdim. Meni hozirda yig'layapti deb meni bu yig'layganlar sarankan deb o'ylabmanman. Men degan aslida yig'lashning oldida usullam o'ynaydigan odamdim, naqshlam aytadigan odamdim. Sen o'ylab baqa shu men hozirda yig'layga odat kuchib qoldim. Sen deb baqa mening hayotimga nima ish bo'lgandi degandek-ku. To'g'ri tushunishlik, maqsadingiz intayin aniq tushunishlik. Uyg'urniki biz faqat birla taraf emas. Masalan, sizlar ishkinglar hozir muzik sohasida chiqib bir bo'shliqni to'shqazdinglar. Ya'ni kap ishkinglar qilgan muzikani bizning Uyg'urlarning tarixida bir kim qilib boqqani yo'q. Mening bilganimcha qilib bu saviyaga akaganim yo'q. Sizlar shu Yevropadagi hatto dunyodagi eng nupozli sahnada eng ko'p odamning oldida Uyg'ur degan shu sadoni yangratdinglar. Bu bravo, bu ishinglar eng yaxshi bir Uyg'urni ijobiy jihatdan tunishdagi eng yaxshi bir usul bo'ldi. Chunki biz Xitoy bizni abaysiz degandek bizni ijobiy tarafimizni yepib o'tgan. Bizning tariximizni bular so'zlamaydi.
To'g'ri, bizning salbiy tarafimizdan ham shu. Xuddi sizning boya Shanxaydagi sazgurashlaringiz, amniyat shu Uyg'ur bolalar biz o'zimiz shu yanchuvchilik qildi deb qilib qolmagan bolalar. Shu o'g'ir qaroqchi bolalar, u bolalarni shu vaqtdagi shu Xitoyniki shu strategiyasi bo'yicha, shu jamiyatningki shu besimi bo'yicha majburiy holda ayaga bordi. Oqibat shu Uyg'ur bolalar butun Shanxayda, butun Beijingda, butun ishqirlarda Xitoy xalqi bir qarshi turgan bir yerga keldi. Ammo lekin siz o'zingizning talantingiz bilan, o'zingizniki muzikadagi bir alayligingiz bilan bu jihatga shu Shanxayda qanchaligan Xitoyga ta'sir qilgan bo'lsangiz, shunchalik Xitoyning qalasidagi Uyg'ur degan nimaga boshqadan bir aniqlik berishga majbur qildingiz. Endi xo'sh, Fransiyaga kelgandan keyin Fransiyada 2 qatimliq shu o'tkazilgan festivalda xuddi siz degan narsangizni qilib kelyapsiz. Xuddi shu Xitoy u bizniki Uyg'urlarning salbiy jihatdagi bu tashviqotini Xitoyning ichida qilib qolmay, chet ellarda qilyapti. Bizni har xil nimaga bog'layapti, terrorizmga bog'layapti, va yoki radikalizm va yoki boshqa ishlarga bog'layapti. Bu ijtimoiy to'rlarga ba'zi bir uchurlar qarasak, o'zimizning Uyg'urlik ro'yini o'tirishga har xil amallar bilan kuchayapti. Lekin bunda qancha eski shu chet eldagilar bo'lsin, boshqa dunyodaglar bizni Uyg'ur desa azroq chiqib yaxshi ko'mizga degan shu Xitoyning bir orzusi-da. Bunun keyinda albatta bunun keyinda bu biz Uyg'urlarniki bu holatda tashviq qilinishi, bunun keyinda nurg'un iqtisod va nurg'un istixborotning ishlari va ammo lekin bunda vaqtida sizlar ishqinglarning bundaq chiqishi nayt yaxshi bo'ldi. Chunki biz Fransiyada yillardan beri Yevropa Uyg'ur instituti yana boshqa tashkilot bizning Uyg'ur birligi bo'lsin, Uyg'ur masalasini anlatib keldik, faqat biz siyosiy jihatdan anlatib keldik. Buni bo'lishi kerak. Yoki madaniyat jihatini anlatib keldik, lekin sizlardek bu darajada biz g'alaba qozonmagan nachilniyaqi. Lekin sizlar bultur 12-oyda shu yil G'ansda o'tkazilgan shu festival qatnashishdan oldi va keyinda Fransiyaning medialarida yana bir qatim Uyg'ur degan narsani aytdinglar. Instagramni açsaqmı Uyg'ur, Twitterni açsaqmı shu, bütün medialarni açsaqmı shu, bütün yosh bolalarning og'zida shu non-son, shu men o'zim ishlayotgan mening xizmatdoshlarim bor, 20 necha yosh, 30 yosh. Shu bolalarni mendan so'rayapsan, Uyg'ur bo'lsan deb aytsam, bu non-son qolsa deb hukumat deb men faxrlanib turib dedim-da, Alloh boshqacha bir ta'sir, xuddi abay siz deganing misolini men amaliyot ko'rdim. Chunki men xizmat turmush jarayonimda atrofimdagi fransuz do'stlarimdan men hamda o'zimning dardini anlatib kelyaptim, lekin sizlar ham uni boshqacha qildinglar. Bu shunga baytin degan gapingizga men tamoman qo'shilaman. Davomlashtiringlar, bravo. Rahmat. Qoldim, gapirim sen qo'pol, Gaping to'g'ri tushunishga yaxshi bo'ldi. Sizlarga rahmat aytaman. Sizlarga o'xshash yigitlarimizdan yana boshqa saharlarda chiqishini umid qilaman. Albatta, masalan, tabiiy fan sohasida chiqyapti. Butun dunyoda olimlarimiz, shu professorlarimiz yetishib chiqyapti. Va shu boshqa masalan san'at jihatida garchi sizlar borgan u levelga kelmagan bo'lsa-ma, lekin o'zining kuchicha Uyg'urni tunishtirish uchun kuchayotgan xalqaro nurg'un Uyg'urlarimiz bor. Shunga ham sizlar bizga bir ijobiy bir yaxshi bir mayak bo'lib chiroqni yiqib berdinglar. Xudoyim buyursin, keynimizning yana nurg'un Uyg'urlarimiz sizlardan faxrlanib. Shu orzuyimiz shu. Ben bir ishni qo'shim chiqib qo'yaman. Masalan, shu Viyashag'i mazgilda Bugut degan mediani bilasiz, Fransiyada. Bular bizni ziyorat qildi. Mushabtishida oldimizga mumkin. Mushu orliqda bu so'rdida bizdan. Masalan, Xitoy sizlarga mushta besim, mushta strategiyalarni qilyapti, nurg'un ishlar qilyapti. Bu sizlarga qanday ta'sir berdi deb bir savol so'rab qoldi-da u. Va shaxsan so'rabdi mana ikkimizdan. Men dedim bu yerda Xitoy shunday qilgan sari biz shuncha ishinib o'zimizning nishoniga, shuncha qaysar bo'lib, chunki bu Xitoyning bizning kutgani voz kechtirish. Biz qancha voz kechtirmaganimiz tutgan bo'lamiz-da bu battleda ma'rliqdiki. Shunga shu ashu mana bizning ko'rsatganimiz Xitoyga. Masalan, bizga besim ko'rsatgan bo'lsa, biz futuqlarimiz bilan voz kechmay nishonimizga yetib ko'rsatdik. Masalan, Active Radio'mi bizni qilib, nima dedi? Biz bu nurg'un millatlarning nurg'un adamlarini bu san'at ishida artistlar bilan paranglashgan qilib biz tunji Uyg'ur masalan Brutning intervyu qilgan odamlarni kelib masalan bizning shu sahnaga chiqqan vaqtimizdan tortib keynimizdan ko'rinishdan tortib qildi-ku, kelib chiqirdi. Shu odammi, qiz olmashlar deydi. I cannot believe that I'm interviewing two Uyghur artists in Viyashag'u. How this is incredible.
Anglab fransuzlar şu ras bir baklam bir mesela ben üçün so'qlaysiz işte. Ben bilmaydiganman o medialarni brut qilib cho'ng media ekan qo'y. Cho'ng media hozir rezolyutsiya ichidagi ma'lumotga ijtimoiy sotsial mediasini ichidagi Fransiyadagi eng cho'ng media bo'ydi. Endi sizlar qatnashgan shu Vieux Charrue degan festival hesabda Fransiya bo'yicha 2004dan izlab baqdim. 2010-yillardan boshlab Fransiya bo'yicha birinchi o'rinda ekan. 2015-16dan boshlab butun Yevropa bo'yicha ta'siri eng cho'ng media ekan. Eng cho'ng festival kechiring. Shu bu ketim men nurg'un o'zim yaxshi ko'rgan nurg'un artistlarni ko'rib oldim. Xo'sh, mush fursatda men foydalanib bir so'rab olay sizlar ishqinglardan. Men bir savolim bor. Shu kundagi shu kayfiyat qanday bo'ldi? Shuni bir so'zlab ham olayotgan. Mush to'g'risida bir to'xtalsak. Chunki eng boshda men aniqlikni bir qisib qo'yaylik, bizni qo'llayotgan Fransiyadagi Calvaket degan shirkat bilan Airphono degan music labelga rahmat aytamiz. Bizni ham deb bayqab, shunchalik hamda o'zingiz bilasiz, Yevropa, Fransiyada nima jiq artistchiq, nima jiq muzikantchiq bu yerda. Hamda shunchalik odamlarning orasidan bizni yana bayqab, hamda ular o'zining xizmat doirasidan oshirib, yana insoniyligini qo'shib turib, qilyotdi-da bizni qo'llab. Bunga nayt rahmat aytamiz. Shunga bu oldingi yilgi Trans Musicalis bulamdı, bu yilgi Vieux bulamdı, bu cho'ng ko'lamdagi festival bo'lgach, butun bizni kutib olish, mehmondorlik qilamiz. O'rinlashtirish. O'rinlashtirishi nayt yaxshi. Biz ham o'zimizda haqiqatan shu, chunki biz o'xshash ashyolarga cho'ng starlar bilan o'xshash muomalaga uchraymiz-da ham bu yerda. Masalan, bizdan oldimizga chiqib oldiganlar, biz o'tirgan mashinadan tortib, bu festival qanchalik cho'nglikkan desangiz, biz aşağı yetib berishdan 1 soat burun yo'lda trafik boshlanib ketdi-da. Aşağı bardigan mashinalar. Biz haliqima yeshil nimadan mangduq, yeshil tonaldan. Odamlar muzika qatnashadiganlar, bular 1 soatlik yo'l, yani 1 soatlik yo'llik yergacha mashinalar uchirar. 80 nechadan ortiq parking qilibdi shu butun rayonda. Yeni patmabdi. Kamping qilayotganlar butun atrofdagi kichik kanatlardagi o'ylarmi yoshlarga, odamlarga to'lab ketgan. Biz alqash 1 soatlik yo'l biz yetib borgacha butun qaynab tashqiliqqa cho'mgan bir hissiyotdandi. Yomg'ir yog'ayotgan turibmi shu kun. Odamlar tayyorliqlari bilan, yomg'irlik kiyimlari bilan, o'zining chedirlari bilan ketib bordi. Piyoda ketib bordi hamda nurg'onlar sirti to'xtab qo'yib, piyoda mas 2 soat minib ketdi-da festivalning. Bizga berib borgacha. Bizmi hayron qoldik, bu bizga o'ylaganlik jiq odam kirdi deb ekan. Manda jiq odam keladi. Shu kirdi, festival bo'layotgan markazga biz mashinalar akirdi. Biz artistlarning tonaldan menib oq sahna tarafdan ma'lum ekanmiz to'q. Shu uskunlarni tushirdik. Shu yerdan boshlablam yana shu kasbiy odamlarni kutib oldiganlar, isnorlashtirganlar. Gap qildiganlar, ish qochadigan odam, yenimizda turib qarab turadigan birisi bor. Muxbirlarmi keldimi shu kun? Ishchiga kirib, asam bilan azroq qoduqqa o'pib, dedim bir ishchi kirib, hissiyotni bir his qilaylik dedi. Biz bu o'ylagandan necha asli. Ana sakinde biz chalamiz emasmi? Aha. Anoniki shu o'shkaylar biz bir xalqlar uyanib qo'yayotgandik-ku, sakinde biz anglab baqlar hissiyat. Ovozlarında yenimiz nechadan hey I'm waiting for you guys dedi. Sonrasıcıyız ne? O yer bir anoniki bir ta'sir oldu. Anoniki ikincisi anoniki tamak yiyga vaqtimizda VIP room barcho. Mesela mesela Fransiyada ketgan Nurbek'te ketdi. Aya Nakamura mening favorite artist deb. Anoniki Gazo mesela Fransiyaning rapçi Gazo. Şu hemen bir oturup tamak yedik. Tamak yiyip anoniki Gazo'larla paranlaşıp ben you're non-sound that's ulmu rapçi olgan diken. I like your style guys. Where you from dedi. Arka kiyinişini yaxshi ko'rib qapti-ku kino o. I like your style dedi. I'm Uyghur desem. What dedi? Uyghur desem anoniki yeniki bir dostu bildi. Uyghur degende. Oh man degende can I take picture desem yes deb degan resim kishib oldik. Mesela Aya Nakamura'nı ko'rishib, hay deyishib, ben anoniki o'zim amroq bir muzikatda bulurvatdi. Aha. Tanımadım ben qiyirqitdi, yenimde liq qaraq içmez. Ben bu kimdi, qaysi tazliqchisidir bu debdim. Lekin shu en ahirda qarasam 3-4 bolalar kelib yulab
Aşı security'ler açık kalktı. Bulurnan jujansı nakşike. Sözlerini kim tını aldın ama. Aşı ben kıyırıp gideceğim. Hem de o kırışçılı olan müzik tete doğan diken. Minan nesrimde küçük vaxtımdaki MTV'lerde kögen görünüşler olan diken. Şu onların resmi çömeye kaldım. Bekme soktuk. Demek bu sizlar qatnaşqan muş festivalga odatgadam qatnaşanmaydı. Aşu shunchalik darajadagi bir dağlık sanatçı bo'lmasa. Bu festival mı? Ben sen Aba İrfan dedi o biz ama Airflow Kalvakay'da biz record label. Bizden o record label'da bizden başka 20-30'tak başka artistlerimiz var. Biz majel hem de Kalvakay'dan içindeki festival katlaşka artist bizler çoğu. Bu bizler mühim emez bizden şirket küçük mü ve çoğuşçu bu. Bizden şirket tarafından on edem geldi çoğu. Bir sabah kamera açımız var, özümüzden Kevin bize yakın ağrıyız soketti. O Kevin dediğimiz aş biz ne kadar? Trans müzik alırsın videolarını tatkan balıkçı. O bizden şirketten, bizden şahsi bizden ne kadar kendimize şu kamera alalım. Müşterilerim turukluk bu. Anladın yani bir bizden bütün bizden hospitality de birisi var Morgan'da bu kızlar şu biz bilen yakılmen desen var aşk kızlar verip yakılıp anladın bizim şirkette anladın aşk kızlar yakılıp biz aldığımız yol başlatmadı. Bu bizden şirketten adımı anladın bizden promoter, bizden manager, booker. Kasbiy bir atrofdagi umur kasbiy bir ekip. Şahsi mi katılış mümkün yok albatta. Bu işlere mesela ilk baş gelmiş o aramalımız, tamamımız yerimiz kagarmış anlaşılaklığı. Bu aşkın teşkil getirin. Bu gittim biz mi emni? Nurgun pul tapanmasak mı? Aşlar bilen okşaş derecedeki hem de bir aşı biz şu muamele anonsugin albatta. Flyer'ları yaptı satkan mesela bakma t-shirt'ları karışan mı? Red Hot Chili Pepper, non-sound da onundaki trans musicalist'ın official mesela official nimsi var mesela highlights var. O festivaldan nurgun adamlar uyan koydu o hepsini çıkarmaydı genço. Şu Red Hot Chili Pepper olan non-sound ikisi birga keldi deydi. Bizden yetkililerni Blur, Aya Nakamura bizden hesaptırıqı qızdıqa adamlar dep çok festival. 80-yillar qurilgan Amerikaniki danliq rock musiqadirdi. Sizlarning non-soundlar ikkisini birga kelib bir t-shirt chiqarib. Hoş olduk. Onun üstüge en hoş olduğum biz o festivalda çağan bilen o Via Şahu degan onun official'dan torbetede bizim programmation'da var resmimiz. Ama Instagram ve social medyasında bizden tek çıkıp bakmagan tutuyor. Şu bekte oldu ettim o emnisini. Geldirim ağır tuttu. Şu günü adam bekçilik olan diken. Bekçilik mesela. Şu günü şu meydanda qanchalik adam ko'rdi sizlarning kaşnaq meydandaki. Taxminan 70 milyon çıkışı mümkün. O gün programmation'dan özgürlük yüz verip tutuyor. Aslında biz uyan koyuvatkan aldığımki yarım saatte başka hiç kanda konsert olması gerekti. Lekin o gün aldı da uyan koyuvan. Biz 10 minut sürülüp gitip kaldık. Sürülüp gitip kaldı. Anonunki şu biz müzik koyuvatkan dinkin 10 minut dinkin lam yani bir şakapan çoğun müzik ettirdi. Yani bir çoğun sahanda başladı. Lekin şundadı mı yine var biz müzikçi atman en hoş olan yere vardı. Eyran kaldı mesela bir sekne bir kavab yani bir sekne emas mı? Biz uyan koyduğun sekne kırsam hemmisi oturup digen tamakçık saklap gitti. Abamız başka yerde uyanba. Uyanba müzikçi atıldı çok sahanda. Saklap. Bizni saklap. Biz çalardı 2 saat var. Ciddileştiretti çünkü 1 saat burun ben sahneye çıkıp bütün teknik avaz eminese çataplık şunu bir komprom koyuşum gerek tutuyor. Sahneye çıksam hemmisi lık sahneden aldı oturup çale başlığı ne aldık çamam söyledim ne yedi. Onda kamanlanmaz. Demek sahneye çıkmanca slash konserdalar şunda mı? Ya uluma 70 bin adamını gördük az digende. Çançalıslar yapıyorduk. Let's telefonlarını köster. We come here for you. Nasıl? Let's trip. Şu çatlık esiyatınız qanday olgan? Aşu sizlar sahneye chiqqan vaqtida pastga qarasanlar 70-80 yoki 100 ming odam bor. Chunki biz ilk Divondan tatqa rasmni ko'rdik ustidan. U liq to'shab ketgan balkim 100 mingdek odam bo'lishi mumkin. Shu chashqalan esiyat qanday bo'ldi? Manga
bir xil adam jo'qosib chiqib hammadan tuttusam bir yerga. Hamma sahne sırt uçuq va biz çağan sahne en merkezde bu ne sirkesinin Aha. tenteklik çoğun tavkularda çoğunçu o. Aşta bir tentçu vaqtida yağmur yağıyotgan biz çalıştan aldı da. Vaqtida iniqlar melikqa agar bek yağmur yağıp gelse adamlar ama yağmur tosalaydı ya kildi deb işte oturdu. Menimcha o mashqa Universe yordam qildi deyman. Hala. Yağmur yağıp bütün hammadan bizdan sekdi. Sahne aslı aş vaqtdan bölüşüp ketganda 1 saat bu vaqtda vaqtda. Onu aldıda turvagan chiqib biramodek adam hammasi shu ko'rib bizni izlab qarab saqlab turganlar. Qancha minut qildinglar shu o'yinni? İçideki sahnenin çırak tesirde kömektim men ama tentning içini ko'rdim ve ko'zimning oldida bir 7-8 ming adam bor ama kichik tentning ichida. Orqada ilki cho'ng sahnedan çırak, sirtdan çırak bir yongan diye adamning oyog'i ko'zim yetmadi. 100 ming adam bor. Onun etrafında adam Allah'a o'xshab. Oldin chiqib qulamda ko'tarsam hamma qulni ko'targanda çögüldü bizim Nansau'nun sayıncı mı ama sayıncı. Belgimiz. Ama bizim belgimiz için Nansau'nun Infinity depço hayatın kege masajı gitse de. Bir kısam evimiz kırandı anladıkına çırakçı, biçar çırakçını ben kıyınıyordum. Elikim çırakçı mışında kırıp durdu da elikim beni kaçacağım birini mi dedi. Elikim ben bir doğrusam lan bütün çırakını açıdı çoğu. Yani poğaçanıza ya bir narsa atıdı çoğu işe ben gel kısamlar. O gün ete Fransa'nın devlet bayramı günü değil mi hata? Devlet bayramı günü. Şu tuncuk etem mikrofon ile Riyaşağı desem futbol meydanındaki bir avaz var. Şu avaz çıkarttım ben. No. Riyaşağı ya uygun nansaz. Avaz çıkart. Mağlubiyle kulağıma ağırıp gettiler. Şu adam neymiş Uygur'da vakadıma şu günü. Naq meydanda silahla koşulup. Ben mikrofon boğan diken artist mı? O Uygur'un nemiligini bilmişsin mi? Ben nemi desem şunda vakıraydı çoğu. Bir şey bir yaşağı dedim, o dedim, Uygur dedim, o dedim, we are Nansang dedim, o dedim. Qanchalik vaqt davomlashdi sizlarning sizlar Nansang o'yini? 80 minut etrafı. 80 minut. 80 minut, 1,5 saat, 1 saat 20 minut degan gapda. To'xtamay shu naq maydonda 1 saat 20 minut to'xtamay o'yin qo'ydinglar. Abay siz degandek Hasan oldin ola tayyorlagan narsa emas, shundaqmi? To'xtamay. Oldin ola tayyorlamidinglar. Shu naq maydonda, shu naq maydondagi shu kayfiyatga qarab turib, shu kelgan ilhom bo'lib chiqib bu festivaldan bize şirketler bize tarif qilishib bizni shu naq maydon chalaraydi. Ha. Ma bu yerdagi bütün maqsad yoki bu bek kelishgan yoki ben bek kelishgan. Albatta. Masalan, yoki mening bir yomon bek pulim bor yoki bir aloqam bor emas. Albatta. Shu biz shu 30 DJ, 1000 DJ qilinmaydigan narsani 10 ming DJ studiosida o'tirib bir yilda chiqargan bir muzikani ma'nolan biz o'tirib 5 minut oldida chapirmiz. Biz shuni 5 yillam degan biz bek keyinda qapdiq. Biz münazirlaştık, merdallımı var. Oldu ötüp gitişimiz gerek dediniz ha. Ve biz bu bulmuşsa biz kaçan bulukanlı birbirler kılımız deyince bu irpaş kere ülep ketmedik değil mi? Albatta. Boğulca buluştuğa o bırak kalganda. Yine yandır sualım Hasan. He. Ma niminin to'g'riliqchi festival. Shu kuni demak 80 minut shuni chaldinglar, pastkiga tomoshabinlarning inkosim shunday yaxshi bo'ldi. Hamiz Uyg'ur deb 70-80 ming odam Uyg'ur deb vaqirab shundaq yaxshi kayfiyatlar, qizg'in kayfiyatlar ko'rdi. Bu muzik festival tugagandan keyin sizlarning shu shirkat shu sizlarni rozi bo'ldimi? Of course. Sahneden çıkan Madal ya. Aha. Şirketkiler onun aldıda mesela biz artistlarni bir kütüp aldı emas mi? Mesela bizden küçük bir öğün işçiga maşını. Şunda omak bizden artistlarni o'ydi zona. Bizden qarsam işçiga şu nurg'un işçimlik, nurg'un araq, nurg'un asla. Anandikan bizden bizdakilarga o'rnidan uladigan yurak pop. Biz uyan qo'ydigan adam uladigan xatolik chiqib qolib bo'lmaydi u. Ha. Ansiraydi-da albatta. Degan chaqda adil amne bu
bu bir musaqidek, hem bu bir çoğun bir iş qan, ama özünüzmü dediniz aynen bu degan Yevropadagi manda adamki mesela bunu o'rlashtirgan adamni o'zingiz desangiz, sizdan Kamtaraymiz albatta. Şuna uçuşluq buldu-da, bunu biletni satqan uçuşluq. To'g'ri. Bütün nesler çoğum, manda tushungan chaqda bir olimpikda birisi bo'yan qilsa, keyinda 10 necha odamni shunda ta'chga kerak turib tutdi-ku. Albatta. Aha. Shu bizdan birinchidan Booker, manager, biz sahnaga chiqqan chaqda sol tarafimda mushunda turibliq. Sizdan bakrak jiddiydan ular. Yok biz ciddileşmiyoruz. Biz ciddileşmeymiz, bizde herkes ciddileşmeydi, bizge hakkında çatak çıksın demeydi ular o günü. Aha. Aha. Bütün ular degen bizge işte bizni hoş alma, neme lazım degenden başka gap demeydi ular. Emmiş yaydım o da. Emmiş caydım o deplam turdu ço. Lekin ulu üçün hiç kanday cay demez. Ular emmişlerini perfect kısmı en ahırda sahneye çıkıp uyan koyduğu adam iş gelemez mi? Ha. Demek bu oyunun bular hesapda şu nimesinden sizlarga shunchalik ishonganligidan sizlarniki shu kundagi sizdan shaman qilmadi hesap razı oldu. Baza hem ulu mesela bir bazarcı biz VIP'ye nemish qilib Albatta. Bizden Booker'lar manager bizden işimizde kendine savab bir kıvır bazarlarda aylandığandakço. Mening qo'limda smart swad deb shu kichik o'ylayotgan shu kiriplamda qo'l ko'rishib chiqdi, biz manager chiqdi, sonra mana biz chiqib bo'lguncha 4 o'yinni o'ylashtirib bo'pti o'sha yerda. Shu festivaldan keyin hamda oldinlarda 4 o'yinlar shu festivalda deyishdi ekan, kirakatam festivalda kim chaldi degan ishlarcha shu festivalda. O bir biznes demdi qilqi. To'g'ri. Biz mi ameliyattan VIP'ga çelişimizga aşı biz Transmusicalist'ta uyan koygan akşamı biz senden düşken aman confirm bolgan. Abi Transmusical'daki keyfiyat şu kep oyunumuzu koygandan keyin okey man. Bo'ldi ki mani yapray da bunda tollaydi ekan-ku. Demek ularning shu bultur 12-oydagi ilqima Fransiya medialarini nimqan Transmusical bilan manbek qo'yganlar. 3-kundan chiqqan, 3-kundan tornama yashagan chiqqan deb anonsan çaldı 2023-yilda. Masalan shu ilqima G'anstki Transmusical bilan ma Viyashago ikkisini silishtirsanlar ikkisiniki farqi qandoq masalan bundachu ma Transmusicalist'a bekrak qiziqqan menda hisobdan chunki bu birinchidan tarixi uzun. Biz 44. navbatlik Transmusicalist Aşındaki 77 mi 78'in başlap qilib keldi. İkinciden bu festivalning maqsadi çoğu muzikantlarni akilish emas, balki talantli haqiqiy san'atkor muzikant artistlarni bir fursat berish uchun mushu festival orqali chiqqan cho'ng artistlar masalan Bjorkni bilsiz. Daft Punkni bilsiz. Fransiyaning Nirvana qatnashgan. Yakında nimalardan Stockholmni bilisizmi Fransiyada? Bizcho hammasi shu tunji public 1995-yili Daft Punk çağan o'xshash sakna Hellnine'ni biz ikkimiz çaldık. O'xshash sana, o'xshash kun, o'xshash vaqt. Daft Punk degan Fransiyaning hisobda davlat darajalik davlatniki eng yuqori darajalik elektronik musiqalar. Lan niqab taqaydigan ikkisi. Anadika Nirvana'ni bilasiz. Albatta Kurt Cobain. Kurt Cobain'ning shu 91-yili mi 92-yili? 93 mi 93-yili shu tunji qatam public, tunji qatam xalqning oldida muzik chaqirdi. Shu G'anstki shu Transmusical. Daft Punk'un şovu değil mi? Daft Punk'muş şu. Daft Punk şu 95-yili çaldı, 96-yili yana bir çilib, 2 yildan keyin şu üstüp ketdi. Sizlar üstüp gitsizlar, xudoyim bilsin. Nirvana 93-yili çaldı, shundan keyin üstüp ketdi. Bjork mesela Bjork 94-yili çaldı, shundan keyin üstüp ketdi. Şuna trans bilan qanday farqi bor ekan? Andan keyin men Viyashago kelsak, bu haqiqatan dünya darajalik futuqqa qazilib bo'lgan, ko'zga ko'rinib bo'lgan o'z kasbida masalan nimalarni bo'lgan mushta cho'ng artistlar masalan o'zingizmi ko'rdingiz tizimlarga qo'yib qo'ygan cho'ng artistlarni. Andan keyin ko'lam jihatdan of course ma Viyashago cho'ng chunki Transmusicalistga
100 mingdek odam keldi. 120 adam. 120 mingdek odam keldi. Ma Mana 346 ming odam kelibdi. 300 ortiq odam keldi ekanda Mhm. nima u yashag'uga. Andan keyin sahnalarimi texmo kasblashgan, andan keyin kelgan odamlar butkul dunyoda ma'lumotlarniki transmusikalistni bunalıqma dunyoviy tunilishida cho'ng emas. Bu faqat Fransiya ishida dаңlıq. biznesning ichidagi yana qammadam talant ko'gili bordigan, yaxshi Mhm. muzikantlarni ko'gili bordigan, bundalıqı pul tepish uchun emas, haqiqat emasdan bilet turma azanchu transmusikalistdan pul tepish uchun emas uning maqsadi. Lekin bu yashag'u haqiqatan manda bir Official. biz- cho'ng Alı burun nam chiqarib qo'ygan ta'sirdagi ba'zi san'atkorlar qatnashadigan nimada deyilamiz farqi. U G'anstikisida yangi san'atkorlar ashyadan bir dastlabki pashta qilib turib nam chiqarish Biz şu VIP room'da şu bilo o'tirib şu uyan qo'ysa 1 milyon 500 ming 2 milyon aldık adamlardan bilo o'tirdik hamda. Mesela Red Hot Chili Pepper 2 milyonga qo'ydi ekan, ular 100 dan bilan keldi ekan. 9 yuk mashinasi. Ularninki qurilish tarixi o'tag'an hammamizniki yeshidimi cho'ng. Ama shular bilan bir sahnada o'yin qo'ydik. Bu bir hamda rasmiy hamda Uyg'ur muzik tarixiga, yaqinqi zamon tarixiga yozildigan bir ishda bu. Hozir da'vatsiz, masalan, ilk muzika ancha-muncha xabar bor odam Nirvana'ni tonimaydigan odam yo'q. Masalan, bo'lib biz Uyg'urlar bakamroq Nirvanaga, Kurt Cobain desa. Shular bilan bir sahnada o'yin qo'ygan degan gap. Hesapdan bu Uyg'urlar ichidan chiqqan tunji muzikantlar desak bo'ldi. Uyg'urlarning yaxshi yeri bir tarixda yozilib qoldi ekan-ku, hamda biz 44-navbatlikda chag'an Uyg'ur deb yozsa, o'sha chiqdi ekan-ku, shundan xo'sh oldimchu men. Bunun alıqı o'zining arxivlari bor ekan, 44 navbatlik hamma artistlar tarixida chag'an. Tushundirish, muzika hamma narsa. Shuni aslida Uyg'urdan bir Albatta. Vaqtim ma'lum Viyashag'ovda men qarsam to'g'ri asl Selin Dionmi kamashgan to'q. Bizning Uyg'urlar qarab taniydigan Selin Dion, Titanicning naqsini aytgan ayol. U salomatlik sababidan butun o'yinni amaldan qoldirib yetib kelmay qolibdi-ku. Tamam. Xo'sh, Mardan sizning savolingiz bormi yana mening? Endi vaqtim bir berib qolibdi, shunga oxirgi bir ikki savolni so'rayotsak, bo'lsa kelgusidagi, masalan, kelar qatimliq o'yininglar qachon yoki nerda qo'ymoqchi, albominglar qachon chiqmoqchi? Kelar qatimliq keldigan uyan mushu juma kuni men Barselonada bir uyan qo'yamiz. Oldimizga 28-yillar endi bu bir private planetariya deb mushu Barselonaning rave deb endi hisobda birdan-bir rave qotgan 10 necha yil bo'lgan bir. O bizden ham konsertda ekan 300 odamdek keladi, onun da artıq bilet satmaydı-ku ular. 300 adam. Private. Şu onun çalımız, onun keyinki ikinci çoğun oyunumuz, ma 9-ayning 21-i Nantda qo'yamiz. Fransiyadami? Fransiyada. Onunki ma sizlarga bir xo'sh xabar ras Parijdagilarga. Oxiri Parijda 12-ayning 15-kuni Parijda qo'yamiz. Qaysi? Umi bir festivalmi? 90-95'te. Şeyga qarab bir yerda bir cho'ng bir konsertimiz bor ekan, hamda bir 1000 kishilik. La Défense tarafda balkim. Yiroqamiz. Anoniki ma Fransiyadagi ishki cho'ng klub nima ismi doma? Nexus bilan. Nexus bilan Rex bu ishkilisi bizga faol qilib, gap qilib, shu u yerda u yoq qo'yishimiz mumkin. Jiq uyollarning nimasini saqlayapmiz uchun. Albumchi hozir Mardan so'ragan album chiqarish nimalar planinglar bormi? Ma yaqinda, masalan, yaqinda ikkinchi EP'imiz chiqdi. Anondan keyin albomni kelajili. Ma biz aram bir EP chiqardik emasmi? Biz bir EP'dan yana bir 2 bilan 3 ni chiqarib bo'lgandan keyin anondan keyin sound tunji albomni official. Plastik qilib chiqargan va. Hamda Hasan sizdan bir savol so'rashim. Men sizni dastlab tonigan chog'da Parijdagi Yevropa Uyg'ur instituti tomonidan uyushtirgan No'ruz faoliyatiga qatnashgan chog'da sizni rock naqshi bilan, punk naqshi bilan, yoki pop naqshi bilan tonigan dastlabda bir xalq naqshi aytdingiz. Mavludjon Nasirni kuylab aytgan naqshini. Uning keyindan o'zingizning yozgan Uyg'urcha naqshini aytdingiz, oqidan bir necha rock inglizcha naqsh aytdingiz. Shu chog'da mening to'nig'imdan siz ashundaq bir nima uslublik san'atkor edingiz. Hamda hozir elektronik muzik quvvatsiz. Siz ani tashkil etamsiz yo meni davomlashtiramsiz? Qanday qo'yasiz? Men hozirgacha masalan men burun kichik vaqtimda masalan yerlik musiqa bilan boshladim dedim-ku. Bu keyin cho'ngli bu muzikaning qancha cho'ngligini his qildim-ku.
bir bu müzik degan bu tutatdan birlarlam tashlab qolmaydi yoki bir millatning mislarlam abay maypam degandek ovoz cho'ngdi. Mesela şu hazır muş merdalan bildi. Men şu neyden tatip mesela dumbaqdan tatip, bas gitar, piyano deysiz mesela. Birlam tipik müzik emas. Mesela şu falan burada bazı çıkıp mesela ben dostlarımla Arapça müzika, mesela İspanyolca müzika, mesela swing, jazz, rock. Ben müzik tanımayman men. Men üçün qanchalik vaqtim bo'lsa, mesela men çalanmaydigan narsani o'rganishga amiraqchi, uqmaydigan. Tuttanım veşi çaldı eski mesleriz. Biz meyran kalan tuğan. Mesela bizim Uyg'ur Meni tunji aslovimizda qatim dutatchilar yig'iltayotgan odam shu. Tamam. Ben bildim bunun dutat çaldığını bildim lekin anlap bakmagançı. Hem yaxshi çaldığını ishonchim bor-da bu yaxshi muzikant bo'lganligi. Lekin haqiqiy tunji qatim dutat chalgan vaqtida. Mening mas'ulam so'rashim chunki hozir bizning Uyg'urcha sosyal medyalarda sizlarning xabaringlar chiqqandan keyin nurg'un odamlar inkos yozdi uchun naqsni nereden anglaymiz deb. Bu bizim şu Spotify'da kan var. naqshmasda muzikani tushunsak. Men ama o'zimning shaxsiy chiqargan mesela burunqi muzikalarmi, mesela şu Xitoyda qolib qolgan. Mesela hozir YouTube'da mesela Spotify'da anglayoladigan men o'zimning shaxsiy chiqargan mesela Mangoyat degan bir naqsham bor, xundim olganli bormi? Men qaqashtirgan u naqshni Spotify'da. Yevropaga kelib tunj yozgan bir ingliz naqsham bor, Deja Vu deb. Onun bir adıyla bir gitar bilan şu rekord qilib chiqarib qo'ygan. Lekin men Nansoundning musiqalarimizda ish qilib shu butun musiqa platformalarning hammasida bizni topib bo'ldi. Apple Music, Google Music, Spotify, YouTube, Amazon Nanson deb reklam chiqqanda, lekin siz boy degan Uyg'urcha naqshingiz bilan Deja Vu deganni Nanson deb izsak chiqmaydi ekan. Uni Uyghur deb yozmiz bilan shu musiqa tizimning ismi We Are Together deb yozganimni Uyghur deb. Tamam. Anoninki Nansound'dan yeni Bandcamp'te account'umuz var. Bandcamp'te müziklerimiz set olatıdı hazır. Seterlikler muhtemelen Qo'llaydiganlar bo'lsa qo'llasanlar bo'ladi, setmasanlar bizga foydasi bor. Anondan keyin biz ham umid qilganimiz abay men bishirmi deb o'tdim. Mana shu Vyetnamning, Afrikaning, ashulning o'zining superstar artistlar va ashla o'z hurmatlaydi. Ana mening nazarimda atib o'ldirim degan millat qo'llamagan artist u artist hisoblanmaydi-ku. Meni dunyo qo'llasin, mayli har qanday odam qo'llasin, meni millatim qo'llamasa men uchun men qozondim deb hisoblamayman-ku uni. Bizim umid qilganimiz, yani bütün adamning qo'lida telefoni bor. Mesela vay Amerikalık bu artist deymiz, onu qo'llaganlar qarab qo'yganlar, Uyg'ur emas, Amerikalık. Afrikaning falanchi artist deymiz, followerlar qarab qo'yganlar, Uyg'ur emas, Afrikalık. Hindistonlik, Pakistanlik qo'llaydi ekan. Biz Uyg'urning hamni hammamiz tanlam tugishib ketsak bo'lmaydi-ku. Abay bir şey deb o'tgandek bizning maqsad shu, ya'ni shu Uyg'ur uchun herkes uturib qo'ymasligimiz kerak. Uyg'ur do'stlarim, men mush bir ig'iz gapni deyin. O'zimizni yo'qotib qo'ymayli. Esimizda chong tutili biz Uyg'ur sho'x, shash, mikro muhabbatlik ko'ps qonimiz cho'ng. Burnimizdan uchini ko'rmaydigan, jiroqni ko'radigan, haqqa yomonlikdan avval yaxshilikni o'ylaydigan. Tang bahirman bo'lsak, bir-birimizni usulga tassaq, bir-birimiz bilan usul o'ynab, mo'rlarimizni qiqishib olsak deydigan millat. Ma dunyoga o'zimizning xo'shal odam ekanligimizni bildirdi. Mayli pichoq yoqsin, mayli har qanday qish yuz bersin. O'zimizga o'zimiz ishonmasak, o'zimizni o'zimiz yo'qotib qo'ysak, bizga hech qanday ish yuz bermaydi. Mana 10 yilning oldida men ikki Uyg'ur qarindishimlar arzuyimizdi. Biz hech kimga tayanmadik. Ota-bobolarimizdan bizga qo'yib qo'ygan duolari, musiqalari. Şunu işendik. Ota-bobolarim 5000 yilning oldida qildi, biz 5000 yildagi qilolmaymiz biz. Ya'ni nimamga Uyg'urda yashaymiz biz. Uyg'urlarimizning san'atlarini chiqaringlar, rasmlarini sizinglar, hunarmandchiligini chiqaringlar.
Kulağınlığı ilınlar, yasanlar, tikinlar, itinlar. Sanat, culture, milletini saklap kalmaya deganning ma'nosi, milletinin culturesini, adab axloqini, medeniyetini saklap kalmasan sen, hiç nimasini saklap kalanmaysan. Medeniyet seviyesiz qara, din milletga vakillik qilolmaydi. İnsanda çoğun ata-bobolarimiz her xil din. Ma din bo'lmasimi, necha ming yilning oldida yaşagan, necha ming yildan keyin biz yaşaymiz. Bir milletning örüp adeti, okay, bu din bilan munosabatsiz. Bir örüp bir milletning en xo'shal, güzel san'ati, mana bu culture deymiz. Mana buni biz milletning tarihi deymiz. Bir millet haq meni bilsin desen, o'zingni so'zlama, tarixini so'zla. Uyg'urlarim bir-birimizni qo'llayli. Herkes bir yerga kirib olmayli, bir nishonda hammamizning nishon bir, lekin qilayotgan ishimiz bir yerda emas. Biz qachon ash Uyg'ur degan ism qo'shishlik ish qilgan vaqtimizda biz vatanimizni ola olamiz. Uyg'ur degan ma'nosi biz birlikda. Mushu Yahudilar necha ming yil dunyoning har qanday yerlarida sarsona bo'lib yursa, ularning yuragi bir-birisiga kuyunadi, bir-birisini qo'llaydi. Shunlashqa Allah o'zining davlatini qurib chiqardi. Biz chet eldagi Uyg'urlar yana hozir kelgicha ma eski, ma aqlliq, ma manda qismimda, anda qismimda bo'ldi, asl manda qilsak, manda bo'ldi degan ma u yerni biz o'ynasak, bu kino mengu tugamaydi. Mening sizlarga mushketni deyish uchun 10 yil tirishdim, Uyg'ur millatim, isonli chonstonglar. Men mushketni suhbatga erishish uchun, mushu Uyg'urlarimni anglish uchun men 10 yilning oldida gap qilsam gapimni anglamaysizlar. Mana men Erpan bilan mushunchalik tirishib mushaga keldim, mushni qilib chiqardim. Erpan ishkeran hech nimaga erishmadik desakmi, xalqimning oldida 4 yig'iz yurak so'zimni deyish fursatiga erishdik deb bilaman. Men bu ekranlargiz bunda tuvanda qo'yilmayman, bu qap qoladi, bu so'zimni qoladi, bu nurg'un odamlar ko'rish kerak. Biz Uyg'urlar qachon birlashgan chaqda, qachon muhabbatimizni bergan chaqda, shaxsiyatchiligimizni yo'qotganda, dunyo odam deb o'ylaganda Uyg'urlarni ham ko'rib olmay, men qaranglar, yer sharida Uyg'urlar yashab qolib 4 kunni zerikib qolamiz. Men butun yer sharini Uyg'urlar tashlab biz bir-birimizni o'ttirib tugashtirib qara. Men dunyo insoniy deb gap qilgan vaqtimizda hamma odamni men Xudocho Uyg'urlar yaratmagan. Biz og'zimizda deganga tushliq Alloh Xudo hammani yaratquchi degandikan, buning ma'nosi hamma narsaga hurmat qil degan gap. Hamma narsani ashadam yaratgan ekan. Biz Uyg'urlarimiz sho'lashqa, abay men degandek chet elliklarning oldiga yig'imizlam emas, hunar san'atimizni, ota-bobolarimiz bizga qoldirib qo'ygan go'hardek ishlarni Aşılar bir körükni yasab, yerimde qo'yib qo'ygan bo'lsa, hozir biz qo'limizga palto bilan pichoqlab, qaytadan ash ko'rikning keyinini solmasak, biz hargiz qilolmaymiz. İnsonni cho'ntotma, uyning beshini sog'an, yani qo'lga odam sen bilan biz emas. Ota-bobolarimiz. Sen qachon ota-bobolaringni unutding deganning ma'nosi, sen ash o'zingning millatingni unutding degan gap. Bizning hozir Uyg'urlarimiz butun yuragida men Uyg'urni suymaydigan bilan bir Uyg'urni bilmaydi. Birisi Uyg'urning zodi qayerdan kelganini bilmaydi. Bu Uyg'urni hammani Uyg'ur deb o'ylagan chaqda din bilan ketib oladi. Bütün örf odatlarimiz, hamma narsalarimizni shu din bilan aralashtirib qo'ydi-da. Bu xatolik. Dinga din bilan hurmat qilamiz. Din degan bir odamning yuragidagi muhabbati, ishonish nimasi. Har bir din, shuni olamda adil. Bununla hech qanday bir odamning bir odamga aralashishim bo'lmaydi, yo'l ko'rsatishim bo'lmaydi. Bir odamni majburlashim bo'lmaydi-da. Lekin bir millatning culture, örf, odati deganni buni biz hargiz unutib qolmasligimiz kerak. Buni biz cho'qim avloddan avlodga qoldirsak, biz Uyg'ur bo'lamiz. Bu hozirgi Uyg'urlarimiz o'zining kimligini tushunish bilan Uyg'urni tushunishdagi bilim jihat bak to'vankan. Bizning Uyg'urlarimiz tushanda mamison yuragi shundoq yumshoq sodda millatlarim. Shunda hammasi meni qarindoshlarim, hammasining niyatida qachon biz ozod bo'lamiz, qachon
okey, meseleni hemmimiz bildik. Biz bu meseleni sözleyversek, hal kıldıgan işini demesek, bulmaydı. Okey, bu dünyada çok meseleler buludu. Şunlaşka biz insanlar yaşadığımız işte meselelerini hal kılış için. Bu mesele doğru, mesele de gekliversen, mesele de versen, onunla hal kıldığan cevaplı demesek bu iş hal olmaydı. O adıl şunu alamda. Mesela sen mi dötemez, Sıla mı dötemez, Merdan mı dötemez, biz hemen düşendik bu meseleni hazır. Bu kaçanlık karşısında bu haklı söhbet kısa, yanaş mesele doğruluk söhbetleşidiken çok. Biz kallımızda, ballılarımızda, evlatlarımızda, kilerçeklerimizde mesela aşırı degen şundak bir nurgun insanların bir mesela kılay ismi arzu arman yok. Menimce muş yer şerdeki yaşatkan Avrupa'daki, Amerika'daki bütün Uygurlar biz hemimiz arzu arıyonumuz var adamlar. Yani bu arzu arıyonumuz birlen biz vatanını kol kaytırıp ekiliş. Özümüzden vatanı da kokma yaşaş. Şuna bulamdı ya Adil. To'g'ri Hasan. Ko'pingiz internet tushunishlik, menimcha ko'rayotgan ko'rormanlarimiz nima demoqchi o'zingizni tushundi. Haqiqatan to'g'ri, sizning ichingizdan bir Uyg'ur deb bir o't yandika. Davomlashtiring, rahmat sizga. Agar oldimizdagi yana shunga o'xshash cho'ng festivallar bo'lsa, yana biz qaytadan ishqinglarniki, yana shu mardona, shu jasur qiyofatinglarni shu sahnada ko'rishingga bir tashnamiz. Yana bo'stig'i millionlarcha mastonlarga ega bo'lishinglarga biz tashnamiz. Yani nurg'un adamlarning kallasiga Uyg'ur deganninki mundami bir millat ekanligini tunutishinglarga ishonamiz. Sizlarninki muzikantlarni anglagan shu yoshlar, yana nurg'un maqatim, yana nurg'unlagan, yana millionlagan shu mastonlarni o'zinglarga yig'dinglar. Sizlar ishqinglarga emas, non-sonqli mastonlar emas, ular shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarning mastonlari bo'ldi. Bu jihatda qilgan barliq xizmatinglarga, barliq Uyg'ur millati nomidan rahmat aytamiz. Davomlashtiringlar. To'xtab qolmanglar. Buningdan keyingi ishlaringlarning texnik utuqli bo'lishiga tilakdoshmiz. Abay siz bir deb o'tib ketdingiz. Amerikalikni Amerikalik qo'llaydi, Hindistonlikni Hindistonlik qo'llaydi, Uyg'urni Uyg'ur qo'llash kerak deb. Maqatim bulib mushqatim shu mashviya shag'i festival qatnashgandan keyin mana shuninglar Uyg'urlarningki mushtabda hozir g'ezu sosiollarda shu ijtimoiy tor vositalarda sizlarning qo'lg'uchilaringlar nechasi ko'paydi. Nurg'un odamlar sizlarni tanidi. Bizni ko'rayotganimiz ko'rgandan keyin yana ish shunday yaxshi so'zlarni avatib biz oxirida hammaylar Uyg'ur emas bu, biz hammaylar bir-birimizning qarindoshlari ham abay sal qo'pol chunki biz uchun bizim bu 100 tal mastonimiz va peyzchavatdanlar va muzikanlarni bek yoqtirdik deb uçur yozgandan bir Uyg'urning yaraysizlar yigitlar degan uchuri bizni bek xush qildi-da. Masalan nurg'un akashlar, adashlar uçur yazgan bo'ldi bizga. Masalan Facebooklarda, Instagramlarda shunday yaxshi, chiroyli. Ben hoş bo'ldi qanisidan. Meni tilg'anlarmi bo'ldi ham. Har xil odam har xil o'zining ideyasi bo'yicha ba'zi narsalarni tushunish iqtidori bo'yicha tushundi. Bularni hargiz ham sizlar tilg'an deb tushunsanlarmi? Bo'lmas meni. Chiqib bir-birimizni qo'llasak, bizmi chiqib har qanday ish bo'lsa, chiqib bizdan san'atchi, Uyg'urning san'atchisi bo'lsin. Men bir gapni qo'shib qo'yay. Chunki hamma kuchli davlatlar, millatlar o'zining madaniyati uchun kurash qilyapti uchun urush bo'lamdi, dunyodagi jidal hammasi shu o'z madaniyati uchun qilyapti bu kurashni. Shu bizmi shu o'zimizning madaniyati uchun qilyapmiz. Bu bek muhim, bizni undan qilyapti voy Uyg'urni g'amsiz yoki o'miz xushal quram yashayotdi degan imij emas. Biz Xitoy qancha o'ltagan siri bizning madaniyatimiz qancha ko'mgan siri biz texmo tigidan qo'llab chiqishimiz kerak. Chunki madaniyatimiz o'lsa bu Uyg'ur degan ismning bilan dinining qog'inining nima ma'nosi yo'q. Buningki har qanday hukumat qurolanda nima qursak bu hech qanday foydasi yo'q-da bizga. Masalan, mushu gapingizni hozir bir misol olsak, masalan, to'g'ri siz degan Erpan siz degandek, ba'zi hamda Uyg'urlarimizning kallasida Uyg'urlar naqsh usul o'ynab, muzika chalib, usul o'ynasa, xuddi biz baxtiyor yashayotgandek bir ta'sir beramiz deydi-ku. Albatta bu qarashning ma'lum asosi bor, chunki Xitoyning tashviqot vositalari, Xitoyning tashviqot ministrligi mushu usullar orqali Uyg'urni baxtiyor ko'z tutishga urinayotgan ahvollarmi bor. Ammo lekin sizlarningki hozir yaratgan natijanglar, masalan Fransiya medialarida hargizmi Uyg'urlar baxtiyor degan narsaga uning biz
Uni biz ko'rmadik Fransiya Siz medialarida. mesela şu Serbiyada koygan bizim 30 neçe meydan uyanlı değil. 30 meydanın artık uyan koyaptık Serbiyada. Başka rayonlar degandek. Kelgenlerinin hiç kaysıga biz o yerde siyaset yakımız Uygurluk doğruluk haber sözlüğümüz yok. Hemmisi müzikimizi aldı bizni yaktadı. Kelgenliğin ki Uygurluğumuzu bölüp ananık Uygur medeniyetini düşendi çoğu. To'g'ri, bu bir yana bir yo'lda. Teşvikat mı kımıdık? Ula nimi dediyseniz bizge merdan mı bana ne çıkarttım demetkini sılının 5 yılda muşunçilik bir bala kazamışta bir dert elem turup sılının muşta hakkını hoşallık ata kılıp muşta cesur kayser yaşavatkallıkını ben kol koydum eğer sınavlarını ben bulup kalmasam özel Bizden paralasıcı mesela biz manda deyimiz. Sen kim olursun biz Uygur. Bu Uygur ne olsun bizge manda adam. Bizge manda işlemek bizim atamız manda bizge manda bilir bizge manda usulca nafımız manda hapsur. Vay yaşlısı. Likin hazırmış Xitay likin bizni bozak kılıp biz anındinkin deyimiz. It's not like Yakın mesela ulu kilip deydi çok Ulu kilip deydi o. Ve bu Xitay sınavında koydu Uygur diyen dersini izleyen likin seyahat deyimiz. Rasma işler hep kildi de her şu sen todun köyden on sen deydi. Ras şu bulat kaçlar sen demigen tonga deydi şu it's better you search. Ben sana sen işenmeyse izlep mi koymaysa. Demek bazı halkımızın kalışında oylagan Bunlarlık karışı mesela Nurgullah mesela Balkan eriyada ama Xitayga bolgan favqulodda yaxshi bir ta'siri var ve yaqtirdi bular Xitoyni. Yaxshi qayoq bular der. Lekin men bizlar tunishqanlarning hammasi adam emasga bular. Deb shu bir qarash keldi-da, mesela biz bunu ko'chaga chiqib tovlab tashviqot qilib haqqa qog'oz taqib torda vaqirab yetmadik bu maqsadga. Biz jimjit shu muzikimiz o'zimizning shu hissiyotini berdik. Ular kep bizga berdi-da o'xshirdi. Tushunishlik. Men demoqchi bo'laman, bayqin bayatini siz degandek Uyg'ur naqshi usul o'ynab, unda qilqi naqsh muzik o'ynab tursa, boshqalarga baxtiyor ta'sir berib, Xitoyning tashviqoti dabchag'anlik qildi degan gaplarning o'zining hammasi hozir ishkinlarning so'zlaridan isbot turibdi, xato gapga. Biz o'zimiz shahid bo'ldik. Sizlarningki tashviqotinglar hech qachon bu Fransiya matbuotida Uyg'urlar baxtiyor bo'lib ketdi, Xitoy buni yag'andan bularga erki qirg'inchilik qilmaymiz degan gap chiqib qoldi. Adilcan'da da mesela Malaysiyalarda bir yerde Xalqlar festival qildi, Jungo'dan chiqdi. Mesela bundal değil, mesela qanday kalışlarga mesela bizne her xil yerlerden tep qarshi bo'ldi. Biz Uyg'ur dedik, kaga elimiz Uyg'ur dedik, butun meytilar bo'lg'ashli dedik. Google'dan aslında biz İslam çıktı da bizim başka mesela başka artistlardek mesela vay ben Xitoyda tuqqanim bordi, manda olib qolmasin, manda olib qolmasin da bir narsalarni qo'rqib yoki bir odamning oldida o'zimizni yushira olmadik yo yolg'onchilik qilmadik. Mesela men shu biz ya bir odamning yolg'on gap qilimiz yo'q, yo aldamchilik qilimiz yo'q. Bani bor, yo'qni yo'q, qilganni qilgan. Bu hamma narsa tarixda bo'lsa faqat bilmaydigansa xolos. Sen hayran kalıdım ben hikayeni depersem. Wow man, those Uyghur people are very different people. Wow, this is like crazy history deydi. Ben şu sen bilmeysen, desem şu we have. Bu emmeden özünkünü sözde geldik. Çok bu. Nurgul Uyg'urlar shu unda cho'ng sahnaga chiqqaninglarga shu ishongisiz bir ish bo'lgan ekan ular shu bu. Lekin Hasanninki bir ziyoratiga men shohid. Shu Radio France, ya'ni Fransiya radiosiningki shu muxbir naq maydonda Hasan sizdan bir savol so'rdim. Siz o'zingiz qanday tushundirsiz? Siz dedingiz, men agar xato esim tutolmasam, men o'zimni nima deb tushundirman? Men Xitoydan keldim deb tushundiramdim. Men Xitoy emas asla. Mening chiroyim Xitoyga o'xshamaydi. Men bir Uyg'ur. Siz 2 sekund qolmagan vaqtning ichida fransuz degan millatni tushundirsangiz, hammani tushunadi. Ammo men o'zimni Uyg'urni tushuntirish uchun nurg'un etaplarni bosaman, nurg'un qadamlarni bispandan tushundiraman. Men Xitoy emas degan gapni shu chog'da dedingiz. Shunga boyaqi gaplaringizda sizning o'zingizni qaytadan sharhlab oqlash nimangiz yo'q. Buning biz guvoh. Mush Fransiya deyishmaganda Fransiyada fransuz tushunadigan Uyg'urlar biz guvoh. Ham buni men Uyg'ur agentligiga Uyg'urcha tarjima qilib, shu dialogni tarjima qilib qo'ydim. Agar shunday deguvchilar bo'lsa, men buningga shohidman. Hasan hech qachon hamda bir boshqa sizlarniki bu boshqa bir ta'sir qilmadi. Buni xotirjam bo'linglar. Uyg'urlar biz nurg'un xalqimiz sizlarni yana davomli qo'llaydi. Sizlarga nurg'un duo, tilaklarni qilamiz. Buningki ishlaringlar texnik yaxshi bo'lib ketsin bo'lsa, shunday cho'ng festivallardan yana buningdan cho'ng
Bunundan yuqori sahnalarga chiqib, dunyoviy mukofotlarga erishishinglar tilakdoshmiz. Balkim kunlarning bir kuni Uyg'urning ichidan chiqqan tunji Grammy'ni olgan Uyg'urlar bo'lib qolishinglar mumkin. Shu bizdan ashi bir nishon hamda oz qavatimiz hamda. Shu. Bir butun hammadamlar bir sizlarni qo'llayapmiz Uyg'urlar. Buningdan hargiz ma'yuslanmanglar, biz har vaqt yaninglarda. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Evet, yaxshi sifat bo'ldi. Xudoga omonat. Mishada oyoqlashtirayli. Bo'ldi amanglarga Allohga omonat hamsa, yaxshi aramlik bo'lar. Aman bo'linglar. Aman bo'linglar, rahmat. Sizlar shu. Bo'ldi xo'sh. Gaplarim qo'pol bo'lib qolgan bo'lsa to'g'ri tushuninglar. Qo'pol chiqmadi yaxshi. Apple Savaş to'g'in tehi uchratmidi. Nansonning Ha, qanday linklarni yo'llab qo'yasiz. Nurg'un imkiyozlar tushdi, uydagilarni so'radi, sizlarni güzel tilaklarni berdi. Vaqtim jiqroq odam shuncha yaxshi tushunishga erishdi, to'g'rimi? Ko'pincha odam oxir sizlarni o'zinglarni ig'izdan tushuntirishdan olgandan keyin Uyg'urlarning ichidami ta'sir doiranglar texim chiqadigan bo'ldi, xudoga shukr. Rahmat. Sizlarga rahmat. Sizlarning vaqtinglarga rahmat. Ishlarni qutlaymiz. Ma texnikni hozir telefonlayman, shuni o'chirib oshchaqcha qo'shishib turayli. O'zinglarni asranglar. Sizlar shu. Merhabalar. Vaqtinglar bo'lsa kelinglar, Adujan. Bo'ldi. Bu da bir Parijlik ko'rishamiz. Ha. Bo'ldi. Ya sizlarmi deyman, bizni saqlab turayapman, biz bakchaq berib ketdik Parijga. Bo'ldi. Chataq yo'q. Mehlarım bir ütünler sizlermi? Qada? Bo'ldi. Qanaqlik kasallar chiqib qulimiz ko'ksimizda Adujan juma. Hech qanday narsa shurda kasallar, u ham badab kasallar bo'laverdi. Rahmat. Bo'ldi sizlar. Biz bani tanıyamiz. Biz hammamiz Uyg'ur, bani tanıyamiz, tangni tang ko'ramiz. Meningki sizniki meningki degandekchi. Rahmat sizlarga tushunamsa. Bo'ldi. Bo'ldi, xo'sh, hamsa chiqib ketdik. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Bizning texnik bola o'chamay matida men o'chirib bo'g'cham turib turay endi.